hech qo'l baravar emas, o'zi bor. Hali men 30 yildan beri elektrik mana qo'ydan yirtib chochib tashlaydiganlar bor. Shedevrlar. Yo'q emas. Endi u o'sha 30 yildan beri o'sha sim tortayotgan odam bo'lsa, hali ham sim tortadi. Qanchalik sifatli elektrotexnika mahsulotlari bilan ta'minlangan bozor? Bozor so'rayapti-kan, sifatsiz narsa baribir yo'qolmaydi. Endi bir sim berib qo'yib, ertaga tepangizga chiqib olib shu tirab turadi-da. Mana shu narsaga ishlab bo'lmaydi ular bilan. Mijozlarimizni o'zi ham uyiga ishlatayotganda kabeldan iqtisod qilsa qiladiki, elektrikdan, lekin qo'yayotgan milliardlik toshi bor-ku, bitta toshni chetdan olib kelib qo'yadi. Lekin arzimagan o'sha bitta 2-4 ta tosh qo'ysa, bitta toshiga zo'r kabel keladi-da. Bizga Xitoyning kirib kelayotgani men bir tarafdan quvonaman. Elektr energiya sohasi o'sha davlatning jon tomiri hisoblanadi-da. Uni iqtisodini rivojlantiradigan, xavfsizligini belgilaydigan. Mana Rossiya ham nima uchun Ukrainani energetika sohasiga uryapti? Chunki u uni qon tomiri, yuragi shitda qon oqadigan joy. Chetdan kelgan kabel biznikidan arzon bo'ldimi, demak u kabel emas. Uni ichida mis bo'ladigan bo'lsa, mis emas, alyumin bo'ladigan bo'lsa, alyumin emas. Faqat bizda mutaxassis zo'r yo boshqa bo'lgan bilan u yerda qandaydir bilmayman. Balkim o'zini farishtalari bordir, bir qandaydir o'rtaga byurokratiya, mana bir qog'ozbozchilik, u har kimni bir yomon qiladi. Kabel keldi-ku, po'latga mistrangini berganda po'latda u sechini zo'r, odamlar va degan u magnit yopishtirsangiz yopishyapti. Bu bizning fikrimiz, bu birovning fikrini o'zimiznikini o'tkazish yoki bizning fikrimiz to'g'ri degani emas, o'zimizning fikrimiz. O'zbekistonda bugungi kunda elektr energetika va elektrotexnika sohasi qanday holatda? Kadrlar masalasi, sifatli mahsulotlar va eng muhimi, bizni Xitoy bosib oladimi? Elektrotexnika, elektr energetika tizimi to'liq Xitoyga o'tishiga qancha vaqt qoldi? Albatta bu savollar hammani qiynaydi. Aynan bugun shu savollar atroflicha suhbatlashamiz. Assalomu alaykum do'stlar, men Zoir Kenjayev, kuzatayotganingiz Quvvat YouTube kanali. Bugun biz ikkita mutaxassis akalarimiz bilan, Sarvar aka va Anvar aka bilan yangicha formatni boshlayapmiz. Ya'ni bu Quvvat podkast. Podkast qisqacharoq tushuntirib o'taman. Bu ayrim bir mavzularda, bir qator mavzular ham bo'lishi mumkin. O'zaro suhbat, o'z shaxsiy fikrlari bilan o'rtoqlashish, ya'ni gurring. Mana shu mavzularni biz bir qator ko'taramiz va sizlar bilan bo'lishamiz. Agar sizda qandaydir shu mavzular bo'yicha fikr, mulohazalar bo'ladigan bo'lsa, albatta izohlarda qoldiring. Harakat qilamiz bu podkastni davomli qilishga va elektrotexnika, elektr energetika sohasidagi mutaxassislarni ko'proq jalb qilishga. Va sizdan so'rab qolamiz, kimlar bilan yana qaysi mavzularda suhbat qilishimizni xohlaysiz? Albatta yozib qoldiring. Keling do'stlar, birinchi navbatda mehmonlarimiz, aslida mezbonlarimiz bilan bir qator tanishib olsak. Birinchi Sarvar aka, o'zingiz haqingizda ozroq ma'lumot bersangiz. Men Sarvar Qurbonov, Namangan muhandislik pedagogika institutida shu energetika sohasi bo'yicha, ya'ni elektr energetika sohasi bo'yicha o'qiganman. Bakalavr, magistr, bundan tashqari keyin Toshkentga kelib aspiranturada o'qib, shu energetika tejamkorligi bo'yicha ilmiy ishlar qilib davom ettiryapmiz. Bundan hozirda esa SKB kompaniyasida elektrotexnik laboratoriya rahbariman. Va bir qancha O'zbekistonga kirib kelayotgan brendlar yoki bo'lmasa elektrotexnik uskunalarni sifati va ularda texnologik yoki injenerlik muammolari bo'lsa, shularni kamchiliklarini bartaraf qilish bo'yicha ishlab kelaman. Demak, ekspertsiz laboratoriya bor, O'zbekistonga kirib kelayotgan mahsulotlarning sifatini tekshirish bo'yicha shug'ullanasiz. Shunday. Anvar aka, o'zingiz haqingizda ozroq ma'lumot bersangiz. Mani ismim Anvar Gilmanov. Men EMG Energiya kompaniyasining ta'sischisi bo'laman. Elektrotexnika sohasida 20 yildan oshiq tajribamiz bor, ishlab kelamiz. 10 yillik, salkam 10 yillik kompaniyamiz mana shu elektromontaj ishlari bo'yicha shug'ullanamiz. Ko'ltinch ishlar bo'yicha katta bino, turar joylar bormi, boshqasi bormi, hammasini qilib kelamiz. Har xil kompaniya bilan qo'shma qilib совместно ishlaydigan ishlarimiz juda ham ko'p bu sohada va bu sohani rivojlantirish uchun Sarvar aka bilan birgalikda ham boshqa joylarda ham birgalikda ishlab kelgan joylarimiz bor. Bu o'zimizning как бы nima desa bo'ladi.
O'zbekiston Respublikasidagi barcha elektrik energetik injenerlarni yig'ib, asosiy mutaxassislarni gruppa tashkil qilganmiz. Bu Anvarjon, men yana bir nechta odamlar bilan shu sohada ishlaydigan va o'sha guruhda shu elektr energetiklarni muammolari yoki bo'lmasa mahsulotga bo'lgan e'tirozlari yoki qilgan ishlari bo'yicha ko'plab haligi bahsli ishlar yoki bo'lmasa ishlarimizdan namunalar va ularni malakasini oshirish bo'yicha har oyda deyarli seminarlar qilib turamiz birgalikda. Xuddi shunaqa, bu nafaqat Toshkentda, bu O'zbekiston bo'yicha xuddi shu ishlarni qilib boramiz, seminarlar tashkillashtirib, boshqasi qilib fikr almashib, nimanidir ham o'rganamiz, nimanidir o'rgatamiz, birimizdan fikr almashgan holatda shu sohani rivojlantirishga harakat qilamiz. Juda yaxshi. O'rganish, o'rgatish masalasi juda muhim. Biz umrimiz oxirigacha baribir o'rganamiz, doimiy o'rganamiz. Qachondir inson hamma o'rgandim desa, o'sha kundan boshlab u kibrga beriladi. Shu o'rinda mavzuga sekin kirsak. O'sha sizni do'stingizni mavzusi, Alisher akaning mavzusi. Bugungi kunda O'zbekistonda elektr energetikasi va elektrotexnika sohasining holati qanday deb bilasiz? Hozirda bu soha ancha tez rivojlanayotgan soha hisoblanadi bizda ham. Chunki avvalo qurilishlar, bundan tashqari ishlab chiqarish korxonalarining ochilishi yoki bo'lmasam eski tizimdagi ishlab chiqaruvchi korxonalar o'zini ishlab chiqarish texnologiyasini rekonstruksiya qilish yoki o'zgartirish bo'yicha juda katta ishlar olib borilayotgan vaqt. Lekin bizda avvalgidan qolib ketgan elektr sistemalarimizni hisobiga biz ancha orqada. Ya'ni rivojlanishimiz tez bo'lishi mumkin, lekin baribir ham hali ham ancha orqadamiz. Bunga sabab eski tipdagi yoki bo'lmasam ancha yillardan beri ishlab xizmat ko'rsatish olib borilmayotgan yoki bo'lmasa majburlikdan ishlayotgan ko'p elektrotexnik uskunalarga ega bir energetik tizimga ega davlat bo'lib qoldik hozircha. Qarang, men bilaman, oxirgi 3-4 yildan beri yiliga qanchadir milliardlar ajratilyapti. O'tgan yil ham 11 trillion ajratildi adashmasam. O'shalar yangilanishga ketmayapti. Ular yangilanishga ketyapti, lekin hozir aytganimdek o'ta tez rivojlanayotganligimiz hisobiga va eski sistemada qolib ketganimiz hisobiga rivojlanish bilan bu yerdagi sarflanayotgan pul bir-biriga yeta olgani yo'q. Bu bir. Ikkinchidan, qilinayotgan rivojlanish ham bizda baribir xohlaymizmi, xohlamaymizmi, korrupsiya rivojlangan davlat hisobida statistikaga kirganmiz, qanchadir raqamdamiz. Sarflanayotgan sarflar ayrim paytda noo'rin yoki bo'lmasam zarur bo'lmagan joylarda ham foydalanayotgan joylarimiz bor. Buni hisobiga esa bizda bilasiz isroflar juda yuqori. Bu meni gapim emas, xalqaro statistika bo'yicha bizda texnik elektr energiya uzatishdagi yo'qotishlar biz statistika bo'yicha 15% dan 25% gacha deb bilinadi jahonda bizi davlatimizga. Bundan elektr tarmoqlarida yo'qotish 10-15% gacha deydi, ya'ni uzatishda. Bundan tashqari bizda bir narsani sal aniqlik kiritish kerak. Yo'qotish deganda ikki xil yo'qotish bor, iqtisodiy va texnik yo'qotishlar bor. Bizda texnik yo'qotishlarda o'zi 10% dan oshiq, iqtisodiy yo'qotish ham demak shungacha boradi-da. Shunda tushunsam, manzilga ajratilgan narsa manzilga to'liq yetib bormayapti, yo'qolib ketyapti degan ma'noni aylantiryapti. Shunday. Bu esa narxga o'zaro ta'sir qiladi-da. Unisi ham bor, albatta. Lekin ajratayotgan pulni katta miqdor desa ham baribir shu sohaga kiritilyapti. Hozir hammamiz bilamiz, shu sohadagilarning o'zi biladi. Endi xalq tili ko'pchilik bilmasligi mumkin. Shu sohada juda katta ishlar qilib borilyapti. Bu endi 30 yildan beri qilinmagan narsani 3-4 yilda yetib olish juda ham qiyin masala. Hozir katta ishlar ketyapti, juda katta ishlar ketyapti. Butun O'zbekiston bo'ylab butun liniyani yangilash, o'sha 500 kilovoltdan boshlab turib, o'sha mahallaviy liniyalarni, o'sha kabellarni, transformatorni yangilashgacha ketayotgan narsalar. Hozir aytayotgan summalar esa katta summa, lekin shuncha yil mobaynida ajratilmagan summalar uchun bu unaqa katta emas. Hali yana shunaqa katta rasxod ishlarimiz bor. O'zbekiston energiya sistemasini tizimli, yaxshi, sifatli chiqarish uchun. Bizda o'sha badalini to'layapmiz-da. Bunday olib qaraganda o'sha bir necha yillar davomida uxlab qolganimizni badalini to'layapmiz. Va tizimlarda mana o'sha o'tgan yil yozdamidi statistika chiqqanda 33% transformatorlar hali o'rnatilganiga 30-40 yil bo'lgan. Hali ularni energiya yo'qotishi ham yuqori deyishuvdi. Mana shularni ham baribir o'zgartirish kerak. Endi ko'rish kerak. Uning uchun baribir masalan 40-yilda chiqqan
transformator ham lekin hozirda yaxshi sifatli ishlab chiqish mumkin. Bizda hozir aytib o'tganimdek sarflanayotgan, ya'ni ajratilgan pul joyiga borish kerak-da. Masalan, o'sha transformatorda tekshirish mobaynida balkim u hali yo'qotish bo'lmagandir. Balkim biz o'sha transformatorda o'zini yo'qotishlari ortiq bo'ladigan o'zini shkalasi bor, pastda, yuqorida. Shu yuqori yoki pastda ishlatayotgandirmiz. Biz o'sha keltirilgan energiya tejamkor rejimda ishlatmayotgandirmiz. Shularni o'rganib, ko'rona sarflamasligimiz kerak-da pullarni. Ayrim masalan loyihalar bo'ladi, endi buni xalq ham bilsa kerak. Ayrim loyihalar ko'rona qilingan loyihalar ham bor-da. Masalan, katta transformatorlarni o'zi almashtiriladi-da, unga himoya vositalari yoki bo'lmasa o'sha podstansiyani o'zi kerakli bo'lgan qo'shimcha narsalar qolib ketadi. Vaholanki uni almashtirganingiz bilan bular himoya qiladigan yoki bo'lmasam ayrim narsalari bo'lmasa, u yangi qo'ygan narsangiz baribir o'zini aytilgan ko'rsatkichida ishlamaydi va uzoq yil ishlamaydi-da baribir. Xuddi shunaqa, chunki mana o'zimizda как бы kollaps bo'lganda ham xuddi shu narsani ko'rish bo'ladi. Bizda turistlar transformator turgan joyda yonib ketsa, o'sha olib kelib turib, yana turistlar transformator tiqib qo'yishyapti-da. O'zi ko'tara olmaganda yonib ketyapti, yana o'sha yoqqa olib kelib turib, yengisi o'sha yoqqa tiqishyapti, u ham uzoqqa bormay 1-2 kun ichida yana shu ahvolga keldi-da. Yana bitta qiziq joy bor. Bitta ikkita joyda o'sha 400 talik o'rniga yangi qo'yapti deyapsiz-ku. Boshqa joyda ishlab turgan eskini olib kelib qo'yilyapti. Bu transformator qo'yilyapti. Bu qanchalik effekt beradi o'zi? Endi bu 400 ni turgan joyiga ko'tarmagani u o'sha transformator nagruskaga tushdi. Uni ustiga siz ko'proq qo'yishingiz kerak degani. U kamida 20-30% nagruskadan kelib chiqib 50% qo'yish kerak bo'ladi. Buni hisob kitobi bor. Endi biz olyapmiz, mana bu yerda 100 lik transformator turadi, nagruskasi ko'tara olmadi. Boshqa joyda 250 turadi yoki 150 turadi, davay olib kelib o'shani qo'ydik. Va uni turganiga ham o'zi 30 yil bo'lganda boshqa joyda. Qanchalik effekt beradi bu? Bu ekstrem yechim uchun bo'ladimi? Ekstrem yechim uchun ham bu qoyil yechim emas-ku, lekin siz hozir gapingizdan ham yana anaqa bor. Hozir sira emas, bir 2-3 yil ichida chet el davlatlaridan ekspluatatsiyadan chiqarib tashalgan transformatorlarni olib kelib, remont qilib bu yerda kraskalar. Biz masalan o'zimiz laboratoriyamizda ko'p joyda tekshirganimizda, masalan 2,5 mingtalik degan transformator 2,5 ming bermaganligini hisobidan ayrim joylarda avariyalar, yonishlar, iqtisodiy zarar ko'rishlarning hisobiga tekshirishlar, sudlashlar. Agarda masalan mas'ul odam bo'lsa, ko'rib turgan bo'lsa, chiqarsa sudlarda turgan joylar bor-da. Masalan, sudlashib yotganlar bor. Keyin ayrim payt o'zimizda ham bor deb o'ylayman. Chunki narx borasida ozgina arzonrog'iga uchish oqibatida mayli remont. Keyin yana bitta narsa bor. Bizga Belarusdan yoki bo'lmasa Yevropadan kelgan bu bizni yangi transformatorimizdan ham zo'r desa, shunga biz qandaydir qiziqib qolamiz, ishonib qolamizda. Rossiyaning texnikasi zo'r deymiz-ku. Mana eski gap bor, hozir qancha chet ellik bo'lgan bo'lsa yotib olaylik deydi. Xuddi shu gapda, bor shunaqa narsa. Xo'p, unda o'z mavzusi bilan o'tdik. Elektr energiya narxlariga hozir yana qaytamiz. Mahsulot masalasiga mana o'tib oldik. Hozirda qanchalik sifatli elektrotexnika mahsulotlari bilan ta'minlangan bozor? Yetarli deb o'ylaysizmi? Yetarli deb o'ylash masalasida endi qarang. Endi nimaga nisbatan olishimizga qarabdi. Qo'shni davlatlarga nisbatan oladigan bo'lsa, bizani davlat elektrotexnika sohasida ancha oldinda. Boshqa davlatlarga qaraganda, Qozog'iston bo'ladimi, Tojikiston bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, hammasiga nisbatan biz oldinda yuribmiz. Chunki bizda aholi ko'p, ishlab chiqarish ko'p, boshqasiga nisbatan ancha rivojlanishimiz oldiroqda va imенно muammolarimiz ko'p bo'lganligi uchun ham bizda shu sohaga himoya vositalarining asosi juda ko'p kirib kelyapti. Shu narsa boshqalarda narsa biza 5-6 yil, undan ko'proq yil oldingi duch kelgan muammolarimizga qo'shni davlatlarimiz endi duch kelyapti. Gaplashib turamiz, maslahatlashib turamiz. O'sha yerda mana bunaqa qilsa nima bo'ladi desam, mana bunaqa qilasan, qayerdan bilasan degan bo'lsa, bizda уже давно bu narsalarga sizlar endi yetib kelyapsizlar shu narsaga. Chunki ularning aholi soni bilan ishlab chiqarishiniki, bizaniki shu 30 yildan beri hech narsa energiya sistema chiqaradigan narsasi rivojlanmagani bilan aholi soni bilan ishlab chiqarish ko'tarilib ketgan, ularda bo'lsa nisbatan foizi kamroq. O'sha uchun bizda bunaqa muammolarimiz juda ham ko'p. Shu muammolarni yechim qilish uchun juda ko'p mahsulotlar kirib kelyapti. Juda ko'p brendlar. Endi uni sifat masalasi уже ikkinchi masala-da. Bu sifat masalasi bu yoqda-da. Bitta bizda emas-ku, biz ishlatadik. Sifat masalasi bizda. Yo'q, mana laboratoriyadan o'tadi-ku, to'g'rimi? Mahsulotlarni o'tasiz, tekshirib turadi sizga odamlar. Mana bizda uz test bor. Bu standart bor. Tekshiriladi. U yoqdan mana O'zbekistonga kirib kelgan biron bir mahsulot tekshirishsiz o'tmaydi.
tekshirishsiz sotish ham mumkin emas aslini olib qaraganda. To'g'ri. To'g'rimi? To'g'ri. Lekin mana o'zi quyosh panellari sistemasini ichida ham yurganimizda yoki bu yoqda yurganimizda ham baribir g'alvirni tagida nimadirlar yotibdi-da. Endi unaqa narsa Tekshirganingizda hozir hammasi sifatli, hammasi narxiga javob bera oladi deb qanchalik javob bera oladi? yo'q, ayrim paytda bu bozor talabi deymanmi yoki biz o'zimizda talabimiz deymizmi? Ya'ni aholini ichida o'zimizda shu sifatsiz narsaga talab bo'lyaptiki, ya'ni narxga masalan davlat mana shu yerga 10 million so'mlik mahsulot borda 20 million so'mlik seni xizmating shuni qilib ber degan bo'lsa, bu 20 million so'mga qoniqmasdan yana bir 2 million yo 3 million olay deb turib kelayotgan mahsulotni sifatini o'zgartirib, masalan Xitoyda ham masalan necha marta borgan bo'lsak, ularda ham aytadi go'sht bor, lekin senlar bizga mana shunaqa narxdan chiqazib ber deb aytsang, biz majbur bo'lamiz. Sifatiga, nimasiga tegadi? Sifatini buzadi, nimasidir o'zgartiradi. Даже chet el emas, o'zimizda O'zbekistondagi ayrim ishlab chiqaruvchilar ham xuddi shunaqa qiladi. Masalan, yaqinda ham gruppamizda ham bo'ldi, xuddi shunaqa narsa. Ishlab chiqaruvchidan so'rayapman, nima bo'lyapti desak, shuni so'radi narxni va shuni sifati shunaqa bo'lib ketadi desak, mayli dedi deyapti. Demak, bozor so'rayaptikan, sifatsiz narsa baribir yo'qolmaydi, lekin hozirda sifatli mahsulot ham ko'p, sifatsizi ham ko'p. Ko'p. Lekin nisbatan bu narsa ancha kamayyapti. Yo'q bo'ladi demayman, bu narsani yo'q bo'lishi Bozor juda ham qiyin. saralayapti demak. Bozor saralayapti. Aholini nima deydi, nima deydi, to'lash imkoniyati qancha oshgan sari ular ham sifatli mahsulot xohlayapti. O'sha uchun yaxshiroq sifatliroq narsani ko'pchilik o'sha xohlab, mana shu narsa yaxshi bo'lsin, bitta qo'yolma shu bo'yicha qolsin, shu normalniy bo'lsin, shu texnikamni saqlasin, shu hammasini saqlasin degan narsada bilan sekin-sekin shu narsa o'tib ketadi. Elementar misol uchun 10 yilga ham bormaydi, 7-8 yil oldin hamma yoqda alyumin kabaladi. Uy ichida ham boshqasida ham go'sht bo'yicha o'zi mumkin emas. Bu narsa yozib qo'yilgan, u 20 yil oldin, 30 yil oldin yozilgan narsada. Mumkin emas, lekin hammada ishlatiladi. Nimaga? O'sha narsa arzon. Hozir odamlar sekin misga o'tish boshlashdi. O'sha pun boshqasiga o'tish boshladi. Hozir o'shandan boshlab yana o'sha misga sifatliga o'tish boshlangan hozirgi paytda. Kabelga oldin provod ishlatgan bo'lsa, endi hozir provodga o'sha VVGlarga boshqasiga o'tilyapti. O'sha mana aholi soni o'sha unaqasi uylarimizda o'sha apuni-pullar bo'lardi. U ham endi Elektr tortardi, montaj bilan. Xuddi shunaqa. O'sha hozir ilgari misol uchun o'sha 100 metr simni aylantirishgan bo'lsa, hozir 1 kilometr yetmayapti. Elementar. O'sha men ketyapti, shu narsani xohlayapti odamlar. Bo'lik bo'lsa, mana chastim masalan uchun o'sha UPS da o'tirsam, mana chastim generatorda o'tirsam, mana bunaqa bo'lsa, mana bunaqa himoya tizimi bo'lsin degan narsa talab bor o'sha. Bu narsa talab oshib chiqyapti. Bu turar joy mashxonadonlar uchun gapirilayotgan gap. Katta binolar uchun o'sha qattiq talablar bor. Undan hech qayerga chiqa olmaydi. lekin shu gapingizga Voy, xato siz, qattiq chiqadi. Endi akkuratniy gapiryapsiz-da, lekin realizatsiya aka realizatsiya eshiting. Mana bu choyxona aka baribir. Guring, bu bizning fikrimiz, bu birovning fikrini o'zimiznikini o'tkazish yoki bizning fikrimiz to'g'ri degani emas, o'zimizning fikrimiz. Masalan, men davlat xaridlari yoki bo'lmasam shu tender boshqalarda qatnashsak, xaridlarda tenderda masalan birinchi o'rinda sizni sifat boshqa o'bularingiz ko'rib chiqilgan bilan oxirida narx ko'rib chiqiladi baribir. Bu bir. Ikkinchidan keyin yana bitta narsa bor. Endi qo'pol bo'lsa ham aytaman, o'zimizni mahalliy ishlab chiqaruvchilarda to'g'ri buni ko'tarish kerak, lekin sifati bo'yicha ham baholab turib keyin ko'tarish kerak. Ayrim paytda aytadi, mahalliy ishlab chiqaruvchidan olasan birinchi deydi. Keyin undan keyin bunda yo'q ekan va hokazo deb ko'rsatganingizdan keyin baribir yana narxga taqalaveradi. Narxga taqalgandan keyin ayrim payt shunaqa holat bo'lyapti. Paynetchi oddiy telefonga sim karta sotadigan borki, shu ham tenderlarda qatnashib, yutib olyapti-da, firmasida bitta firma ochganda, keyin bizga chiqayotgan joylar bo'lyapti. Ishonasiz, narxda arzonga. Keyin biz aytyapmiz, sen bo'pti, xo'p, men puskanalatga, relayga, ya'ni o'sha montaj ishlarini ham qilamiz-da, katta kuchlanishlarda. Sen bu narxni qaydan olding desak, tender o'ynaldi, sal arzonroq topamiz-ku, mana bozorlarda ko'rdim-ku, nimadir u bu. Hali u nyuanslarigacha ko'rib chiqyapti, lekin tushunmaydi. Keyin kimdir qaysidir azamat qilib beryapti-da shuni, masalan, sifatsiz narsaga. Biz ko'p davlat tashkilotlari joyida ham borsak, endi shunga kim aybdor mijozmi, buyurtmachimi yoki unga o'shani taklif qilib berayotgan mutaxassislarmi? Endi mutaxassis imkon darajada yaxshi qilishga harakat qiladi. Hozirgi siz aytgan частица, mana Sarvarga aytayotgan частицlarini bu asosan qaysi jihatdan olingan? Bu davlat anaqasi tenderlarda o'ynalayotgan davlat buyurtmalarida shunaqa. Boyaga aytganlaridek korrupsiya.
Men u to'g'risida gapirayotganim yo'q. Men частникlar to'g'risida gaplashyapman, xususiylarda. Men davlat tarafidan kamroq ishlashga harakat qilaman, iloji boricha ishlamaslikka harakat qilaman. Chunki xuddi shunaqa bo'ladi. Mana shu korrupsiya bo'lganligi uchun arzon va tez pul bo'lmaydi, pul ajratilmaydi, cho'zilib turadi. Andan qarzga botib turgandan qilib, "Voy, ber, shu narsani qil, bitirishimiz kerak shu narsani" turadi. Anda bir sim berib qo'yib, ertaga tepasiga chiqib qolib, shu tirab turadi-da. Mana shu narsaga ishlab bo'lmaydi ular bilan. Men davlat korxonalari bilan ishlashni yoqtirmayman. Men u yerda tenderda qatnashishni ham umuman yoqtirmayman, chunki u yerda juda ko'p o'yinlari bor, boshqasi bor. O'sha uchun men tinchgina o'zimizning частный sektorda yura qolaman deb qilaman. Частный ana qilaman, hozir binolar qurilayotgan, торговый sentr bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Shunaqa binolarda men aytayotgan narsam shu. U yerda lekin o'ngga chapga yurishingiz qiyin. Chunki частныйdan уже davlat xizmatchilari kelib talab qilib oladi shu narsani. O'sha pajarkasi bo'ladi, boshqasi bo'ladi, gasim bo'ladi, hammasi o'sha qattiq talabini talab qilib oladi. Частныйdan davlat xizmatchilari talab qilib oladi. Endi u gazini qabul qilib olish kerak-ku. Ilgari paytda, misol uchun, bitta qurilishni topshirishingiz uchun где-то 36 ta dokument qilishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, hozir paytda 80 ta. 80 ta hali yana qo'shilyapti. Men oxirgi mana avgust 25-sida chiqqan постановлениеda to'liq hali tanishib chiqmadim. Ya'ni bitta narsa qo'shilgan bo'lishi kerak. Hujjatlarga borgan sari ko'payyapti, borgan sari talab kuchayyapti. Aynan qurilish sohasida bu kuchaygan yaxshi. Narsa bo'lgan yaxshi, lekin ishlayishning byurokratiya bo'lib ketgani ham yaxshi emas. Talab bo'lyapti, shu narsa o'silyapti, shu narsaga yaxshiroq narsa ishlatishga harakat qilishyapti shu narsaga. Shunda men tushunmayapman-da. Hozir mana частный obyektlar qurilish bo'ladigan bo'lsa, unga 80 ta punkt qo'yayotgan bo'lsa, lekin davlat buyurtmalari bo'ladigan joylar, o'sha tender bilan bo'ladigan, bizda asosiy ob'yom shu yerda. Asosiy xavfsizlik bo'lishi kerak bo'lgan joylar ham shu yerda. Va ular tenderda narxni pastga tushirilyapti va u daraja balki o'sha jarayonni, o'sha частni o'zgartirish vaqti kelgandir. Uniki ancha bo'lgan keyiniga. O'zi eskida shunaqa birinchi o'chirda o'sha yerda davlat tarafidan qurilayotgan binolarning talabi kuchli bo'lishi kerak edi. Endi hammasi kelib o'sha byudjetga taqalib turib, o'shani siqib turib, boshqa joylarga bunisiga ham ishlatamiz deyotgani yoki o'sha qaysidir joylarga ketib qolayotgani boshqa sabab bo'lyapti. Men sabablarini qanchalik bo'layotganini men bilmayman. Endi uni ichida yurmaslikka harakat qilaman. Lekin nima deydi? Talab o'sha narsani qurayotgan organ bilan o'sha narsani qabul qilayotgan organ o'zligi bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Tushunarli. Bitta telefon bilan hal bo'lgan joy bo'lgandan keyin. Sarvar aka, assalomu alaykum. Biz boshqamiz. Shunaqa demoqchisizda, to'g'rimi? Shunaqa. Bo'ldi. Shunaqa. Xuddi shunaqa. Bo'ldi. Boshqacha emas. Unda bo'ldi. U yoqlarga o'tib ketmaymiz. Bayram yaxshi o'tkazib olaylik. Keyin yana bitta narsada, hozir Anvarjon aytganda hisobiga ham ko'pincha endi hozirga aytdik-ku, baribir davlat hozir gapiradigan bo'lsak, davlat tashkilotlari nima kiradi? Masalan, elektr tarqatish, elektr energiya ishlab chiqarish korxonalari kiradigan bo'lsa, birinchi o'rinda masalan yo'qotishlarimiz bizda yuqori dedik-ku. Shu yo'qotish narxiga ta'sir qilayotgan bo'lsa, masalan 1000 so'mlik elektr energiya biz yo'qotishimiz hisobiga 1300 so'm bo'lib qolyapti deydigan bo'lsak, demak, o'sha yerda 1300 so'mga sotib turib 200 so'mini mana shu sohada ishlayotgan xodimlarga oyligini ko'tarib yoki bo'lmasam shu ishlayotgan uskunalarini yaxshilab berish kerak o'zi asli. Lekin bunaqa narsa yo'qda. Masalan, men ham davlat tashkilotida ishlab, boshqa qilib ishlagim keladi. Ko'p foydalan, lekin berayotgan oyligi va berayotgan sharoiti unga qoyil qolmaydi-da. Masalan, hududiy elektr tarmoqlarida ham ishchilarni nima ko'p gaplashamiz-ku. Oylik ishonasizmi, o'zi ishlab topgan oyligini kutib yashaydi-da, haligi tashamadilaringmi, oylikni tashadilaringmi? Ularda aybi nimada? Masalan, o'shalar bizni elektr energiya sohasi o'sha davlatning jon tomiri hisoblanadi-da. Uni iqtisodini rivojlantiradigan, xavfsizligini belgilaydigan. Mana Rossiya ham nima uchun Ukrainani energetika sohasiga uryapti? Chunki u uni qon tomiri, yuragi o'sha yerda qon oqadigan joy. Bugungi kunda asosiy qurol energetika tizimi. Energetika tizimi. Shu tizimni ishlatib, qarab turayotgan odamlar qadrlanmas ekan, eng avvalo bu sohani hali berib isroflar yoki bo'lmasam biz aytganimizdek haligi nima deydi, korrupsiya yo bo'lmasam mahsulot sifatsizini tanlab mayli bo'raveradi degan narsa bo'laveradi. Tushunarli. Xo'p, endi nimaga o'tsak, shu mahsulot masalasi mayli, solishtirish masalasi. Mana hozir ichki ishlab chiqaruvchilar bor, mahalliy ishlab chiqaruvchilar bor. Kabel ham ishlab chiqaryapti, boshqa narsa ham ishlab chiqaryapti va Xitoydan ham kirib kelyapti. Ikkalasining raqobat darajasi va sifat darajasi qanchalik
solishtiradigan darajada yoki shart emasmi? Mayli, men aytsam bitta. Qarang, endi hozir kabel deydigan bo'lsak, kabel mis o'zimizdan chiqadi. Agarda sifati bo'yicha, boshqa bo'yicha qilinadigan bo'lsa, bizniki zo'r chiqazib bera oladi bemalol. Lekin mana Anvarjon ham ishlatadi, chetdan kelgan kabel biznikidan arzon bo'ldimi, demak u kabel emas. Uni ichida mis bo'ladigan bo'lsa, mis emas, alyumin bo'ladigan bo'lsa, alyumin emas. Tekshirganimizda necha marta chiqyapti, qancha joy yonib ketyapti. Yong'inlar masalasi hozir gap tashlaymiz. Katta mavzu. U katta mavzu. Endi kabel masalasida aytayotganlaridek to'g'ri. Bizda O'zbekistonga chet eldan kabel kirib kelishlar juda ham qiyin va kam yotqol. Qaysidir proyektlarga maxsus qilib kabel olib kelishmasa, deyarli kirib kelmaydi. Chunki asosan bizda endi mis ishlatilayotgan bo'lsa, mis o'zimizdan ishlab chiqaruvchilar hozir endi katta zavodlarimiz 6 ta 7 ta bo'ladigan bo'lsa, o'shani 3-4 tasi bu gigamonlar bo'ladigan bo'lsa, mayda ishlab chiqaruvchilarning o'zi bilmayman 40 tami, undan ko'proqmi? Juda ko'p. Endi undan orasida sexchalani misol uchun nazarda tutilmayapti. Zavod bo'lib ishlab chiqarib o'sha narsani katta zavoddan kartonkasini olib, o'zligi ishlab chiqarib, boshqa qilib sotayotganda o'sha narsani rivojlantirayotgan juda ko'p. Endi izolyatsiya masalasi уже yana bitta отдельный temali masala. Endi o'sha Xitoy ham qattandir ham oladi o'sha izolyatsiya narsasini, biz ham o'sha joydan olamiz. O'sha uchun kabel masalasida unaqa muammoyi joyimiz yo'q. Ishlab chiqaruvchilar masalasida. Lekin bo'ladida. Bo'lishi mumkin. Lekin kabel tizimi bilan juda ko'p yong'inlar yuzaga kelyapti-da aka. Mana shu 2024-yilning o'zida Toshkentning o'zida qancha yong'in yuzaga keldi? To'g'rimi? Ko'pchiligida shu kabel bilan bog'liq masala, mayli balki tergovda yotgandir, prokuraturada yotgandir, lekin o'zimiz biladigan kichkina joylarning o'zida ham hammasida kabel bilan va himoya avtomatlari bilan muammolar yuzaga kelyapti. Endi uni hammasini kabel deb bo'lmaydi. Masalan, kabel agarda sifatli bo'lgan taqdirda ham, masalan, kabelda texnik xarakteristikasida necha gradus bukishligi, qanchada bukishligi, shunaqa narsalar yoki bo'lmasa o'shanga siz aytgandek himoya vositasini to'g'ri tanlash degan narsalar ham, kadr masalasida ham ancha muammolarimiz bor. Masalan, ayrim kabellarni 90 gradusga bukib bo'lmaydi to'g'ri. Lekin bizda nechta joyda bukib tashlashadi? Shitga tiqish uchun qancha bukib tashlashadi? Har bitta kabelning o'zini gradusi bo'ladi bukadigan. O'shani tipiga qarab. Xuddi shunaqa. Himoya avtomatlar masalasini ham tugatib olaylik, keyin u yoqqa o'tamiz. Masalan, himoya avtomatlari masalasi, tizim, elektron qurilmalar masalasi. Mahalliy ishlab chiqarishda biron bir joyda bormi? Hozirgi kunda yo'q. Ilgari bo'lgan bu narsanikini. Nega yo'q? Shuni bilaman-da men. Nimaga yo'q hozir? Yo'qligini sababi ishlab chiqarish, bu sohada ishlab chiqarilayotgandan keyin bu juda zavod qurganingizdan keyin zavod timiy ishlaydigan narsa bo'lishi kerak. Rentabilность bo'lishi kerak. Unaqa bo'lishi uchun bu eksport qiladigan salohiyati bo'lishi kerak bu narsanikini. U uchun misol uchun qo'shni davlatlarimizga, Yevropaga va boshqa joyga ham qayerdan sotish imkoniyatlarimiz bo'lishi kerak. Nafaqat O'zbekistonni o'zi bilan mo'ljallaydigan bo'lsa, himoya vositalarini chiqarishlaringina bu juda ham qiyin masala. Chunki zavodda rentabilностьda o'ziga to'g'ri kelmay qoladi. Shu uchun boshda ishlab chiqarish boshlagan, keyin mashinasini ishlab chiqarishlarni to'xtatgan korxonalar juda ko'p. Xuddi shu bu avtomatlarga ham tegishli, bu yoritish tizimlariga ham, boshqasiga ham hammasiga tegishli. Kabellarni ham kelajagi shunga bormayaptimi? Yo'q, kabellardagi agarda biz tashqaridan keladigan kabellarni sifatini assalomu alaykum emas, chiroyli qilib agar tekshirib qabul qilib olsak, kabelda bo'lmaydi. To'g'ri. Chunki kelayotganligini solishtirib, boshqa buni sechini qarshiligi bor, o'zini solishtirma qarshiligi, qanchadir metr izolyatsiyasini qalinligi, qancha kuchlanishda ko'tara olishi va hokazolar hammasini solishtirsangiz, laboratoriya tekshiruv o'tkazilsa kelmaydi bu narsa, qiyin juda ham. Chunki biz o'zimizning kabel zavodlarimiz kabelni to'la ishlab chiqazmasdan chetga sotib turib, ular bizga qaytarib sotayotganlar bor daji. Yetkazish yo boshqasinikidan bizga kelishi mumkin. Sifatsiz biz bilan raqobat qilaman degani, sifatsiz kabel kirib kelishi mumkin yoki shunga teng kabel kirib kelishi mumkin. Endi qarang, mana shu masalada shunga teng kabel kirib kelishi masalasi bu Xitoyga borib taqaladi. Yo'q, hozir Xitoyga borib taqalmaydi, Rossiyaga borib taqaladi. Chunki nafaqat kabelni aytyapman, umumiy elektrotexnika mahsulotlarini aytyapman. Men umumiy masshtabda aytyapman, elektrotexnika bozori. Mana biznesmenlar chiqib Xitoy bizni olyapti. Любой joyga kirsangiz, kim bilan gaplashsangiz, hamma yerda muammo shu. Xitoy bizni olyapti deydi. Mana hozir bir-ikki himoya avtomatlar bilan bir-ikki zavodlar yopilgan deyapsiz. Va bizda hozir bilamiz, asosiy yetkazib beruvchilar Xitoy hisoblanadi, keyin Turkiyadan kelishi mumkin yoki Yevropadan kelishi mumkin. To'g'rimi? Endi ularning ham narxlari bor. Premium, standart, byudjet. Bizda boya o'zingiz ta'kidlab o'tganingizdek, xalqimiz premiumni juda kam ishlatadi.
Shunaqa. Masalan, Schneider nimalarga juda kam ishlatishadi, premium klasslarga. Biza nimaga asoslab o'rganganmiz? Standartga va O'rtacha. byudjetniga. Tenderga qo'yilgan paytda ham narx o'ynaydigan bo'lsa, demak bizaga byudjet yoki standart ketadi. Xususiylarda ham men ko'rdim, juda premium juda kam ishlatishyapti. Va bizda ertaga Xitoy to'liq уже himoya tizimlari hammasi bilan Xitoy kirib kelgan. Va ertaga o'zlarini mahsulotlariga, o'zlarini kadrlarini ham kiritib olish mumkinmi bizaga? Shu sohada detalli qilib gapirib o'tirmasman, lekin Xitoyga kirib kelmoqchi bo'lgan katta brend kompaniyalar shu yoqqa o'ziga kirib kelmoqchi bo'lganlikda endi buni distributsiyasini yo'lga qo'yishi, o'ta tizimlashtirish, hammasini yo'l qilishi shu taraflama bizani O'zbekistondagi savdogarlar yo'l qo'ymagan, bozorga kirib kelib bozorga berishmadi shu soha частida. Aynan endi hozir agar chegaralar ochilsa, alana qilib bemalol qilib qo'ysa, balki nimadir ham bo'lar, lekin ular kirib kela olmadiki, bozor bu yerda tizimlashib egallanib bo'lingan. Часто уже katta distributor kompaniyalar bor, undan keyin o'ta jillalar bor, boshqasi bor, hammasi уже savdogarlar bir-biri bilan bog'liq. O'sha uchun ular bir-biri bilan tizimli bo'lgani uchun ularga yo'q bermaymiz, sotmaymiz deyishdi. Pulini olish ham muammo. Sotgan deb chiqishdi, sotgan deb anaqa qilishgan bo'lgan, shu narsalarni sotishmagan, taklif bilan bo'lgan, juda katta summaga. Lekin Xudoga shukr bu narsalarni bizanikilar sotishmadi, qaytanga shu sohani rivojlantirishyapti. Bir paytlar ishlab chiqarish mana shu yoritish tizimlarini, o'sha lampochkalar boshqasi hammasi shu yerda chiqqan, keyin o'shanisi yopilib ketgan bo'lsa, hozirgi paytda mahalliylashtirish yana sekin-sekin avjiga chiqyapti shu narsani. O'sha kompaniyalar уже oyoqqa turgandan keyin faqat distributsiya bilan уже ishlab chiqarish bilan shug'ullanishni boshlagan. Lekin shunda Xitoydan o'rnak olsa bo'ladigan joyimiz bor. Masalan, necha marta ishlab chiqarishga borgan bo'lsak, ularda bitta shahar shu bitta masalan avtomat yo elektrotexnik tovar ishlab chiqaradigan bo'lsa, shu shahar shunga moslashtiriladi ekanda. Bizda hozir nima deyildi? Naqa fermerlarni bog'lab berdik-ku, Otonqo'rg'on nima deydi? Klaster dedik-ku. Ularda ham xuddi shu klaster narsa bor, lekin biznikidaqa klaster emas-da. Biznikidaqa ayda yo'lda bo'ldi emas, bitta klaster qilinar ekanda, o'sha shahar shu sohaga ishlab chiqarishga mo'ljallangan klaster. O'sha shaharda masalan, hatto eng zo'r aytgan brendimizniki ham hamma mahsulotni o'zi chiqazmaydi. O'sha shaharda qaysidir zapchasini chiqazib beradigan sex ham, bunikini chiqazib beradigan, yig'adigan ham hammasini mayda chuydasigacha chiqazib beradigan bitta shaharda joylashganda va ular uzoqqa borib yurmaydi. Undan bu yoqqa olib kelish yo boshqa qilish, zakaz qilishda ham bir-birini juda qo'llagan. Masalan, bu bunda bo'lmay qolsa, buni bundan olib boshqa to'g'ri sotishda konkurensiya qilish mumkin, ya'ni haligi raqobatlashish mumkin, lekin ishlab chiqarishda bir-biridan hatto ayrim paytlar bo'lgan, u bundan olib o'zini brendini qo'yib sotib yo yetkazolmay qolsa chiqazib bergin deb chiqazgan paytlari ham bo'lganda. Ayrim paytlarimiz hozir ham bor uni. No, endi demoqchiman, hozir ham ayrim vaqtlarda deyapman. Bizda ham masalan Akfa chiqazgan paytida avtomat faqat rubellikka o'xshab qolgan, avtomatga ichida qo'ymagan, lekin narx arzon edi, lekin shuni ham masalan bir ikkita zapchasi yo boshqasini bir ikkita uchta qilib yana ko'paytirilsa yetib olsak bo'ladi, lekin qiyin uni yetib olsak bo'ladi, chunki unga ishlatiladigan metallar hammasi bizda bor-da. Yo'q, o'sha mahsulot bitta aka bilan suhbatlashganimda biz hamma narsani qila olamiz, hamma narsa bizda bor. Shunchaki bizada o'zimiz ishlab chiqaradigan bo'lsak, narx Xitoydagidan 2 barobar qimmat bo'lib ketadi dedi. To'g'ri. 2 barobar narximiz qimmat bo'lib ketadi va buning uchun davlat subsidiyasi kerak dedi. Ana investor boshlamoqchi bo'lsa ishni, davlat 100% subsidiya bilan kredit berish kerak, 0% bilan va 5 yil, 10 yilgacha kamida o'zini tiklab olgunicha unga tegmasligi kerak deyapti. Lekin bu tashqaridan O'zbekistonda mana shunday ishlarni boshlayotgan kompaniyalarga monopol deb biz pechat bosyapmiz. Xuddi shunaqa. Bizda oltin o'rtaliq deydi-yu. O'shanisi yo'q deydi. Masalan, ichki ishlab chiqarish, mahalliy ishlab chiqarishni kimdir boshlayapti va biz unga to'liq hamma imkoniyatni berib tashlayapmiz-da, u monopoliyani xohlab qolyapti. Balki o'shani maydalab berish kerakmi? Masalan, Xitoyda men bilaman, biron bir liniya soha ketadigan bo'lsa, xuddi siz aytgandek, katta zavod bo'ladi, uni yonida mayda-mayda zavodchalar bo'ladi, unga detallarni beradi. Katta zavod faqat sborkasi bilan shug'ullanadi va asosiy testi bilan shug'ullanadi. Qolganlar unga yetkazib berish направление bilan shug'ullanadi. O'sha noldan boshlab seriyadan oxirigacha va uni sotishi uchun global versiyasini ham tayyorlashadi va ichki bozor uchun ham tayyorlashadi va ichki bozorda ham raqobat kuchli va davlatni qo'llab-quvvatlashi ham yuqori darajada. Nega bizada mana shu proses noto'g'ri ketyapti? Endi bizada ligota berilayotganda aynan shu soha
rivoji uchun berilmayapti-da, aprilni bitta kompaniyaga berilyapti. O'sha uchun u как бы monopol bo'lib bunaqa qilyapti, keyin o'shani boshqa narsaga berish xohlamayapti. Sohani rivojlantirish uchun hozir Sarvar aka aytib o'tganlaridek bitta shaharda, misol uchun aytaylik, Samarqand. Samarqandda ishlab chiqarish, mana qaysidir regionda berilyapti, mana shu yerda elektrotexnika оборудованияsi ishlab chiqarish uchun mashina narsalar uchun mana bunaqa ligota. Xuddi shu aytganlaridek, misol uchun avtomat ishlab chiqarish uchun ularda bitta shahar, misol uchun lampochka ishlab chiqarish uchun bitta shahar, высоковольтный texnologiya uchun bitta shahar, mana shuni bo'lib tashlagan bitta joyda aynan shu narsaga uchun upor berilgan, shu narsa ishlab chiqarish ularda yaxshi. Rivojlanadi ham. Rivojlanadi. O'sha regionda, misol uchun bizda hozir Ohanyorada katta promzona qurilyapti, juda ko'pchilik anaqa elementar shu частьimizda ham elektrotexnika rivojlanyapti. O'sha частьga ham juda katta zavodlar qurilyapti hozirgi kunda. Shunga imkoniyat berish kerak. Aynan o'sha sohani o'sha yerda rivojlantiradigan bo'lsa, o'sha sohani o'sha yerda rivojlantiradigan subsidiyalar yaxshi, ligotalar yaxshi, o'sha qanaqadir ham qaysidir налогlardan ozod qilingan holatda o'sha beriladigan bo'lsa, Xitoy xuddi shu bilan ko'tarilgan. Aynan o'sha bitta joyda bo'lganligi uchun, bir-biriga lokatsiyasi yaqin bo'lganligi uchun kimdir nimadir ham oladigan bo'lsa, bu mayda zavodchilar deb aytilgandiki, mana qanaqa narsa bitta avtomat uchun sizni ishlab chiqarayotgan, misol uchun korpusi, boshqasi to'sib o'tgan bo'lsa, bitta detali arzamagan narsa, o'shani ishlab chiqarish kerak. Hozir siz aytayotgandek, anaqasinikini ishlab chiqarish 2 barobar qimmat tushadiganda, u bitta narsani chiqarish uchun stanok tinmay ishlash kerak. Bitta chiqarganda u millionta chiqaradi. Millionta chiqarganini ikkita qilib, misol uchun boshqa zavodlarga sotadi. O'sha uchun ularniki arzon chiqadi. Chunki ishlab chiqarishda seriy katta miqdorda ishlab chiqarishingiz arzon tushadi, chem siz shtuchnik qanaqadir qisqa muddatda narsalarni ishlab chiqarganingizdan ko'ra. Masalan, o'sha uchun O'zbekistonda bu narsani ishlab chiqarish agar eksport bo'lmaydigan bo'lsa, shu narsani eksport uchun ham shu narsani qanaqadir ligotalar qilib berishmasa, nafaqat ishlab chiqarish uchun, eksport qilish uchun ham shu narsani ligotasini qilib berishmaydigan bo'lsa, bu narsa sal qiyinroq masala. Qaysidir soha rivojlanishi uchun bularda xuddi shunaqa Xitoyda nafaqat o'sha yerda joyli ligotalardi, u yerda tamo'jnilarning частьlariniki bo'ladi, boshqasining yo'l kirasiniki bo'ladi, hamma часть bo'yicha ligotalar bor edi. hozir ham Hozirgi kunda bitta kamaytiryapti va shunga oshib boryapti. Xuddi shu o'shanga oshib boryapti. Hozirgi kunda quyosh panellari частьlarimizda ham minimumga tushuvdi. Endi taqib ko'tarilish boshladi. Endi bundan buyon ko'tarilish boshlaydi. Yo'q, qarang. Tushmaydi. O'sha mavzuni hozir odamlar noto'g'ri tushunadi va panika, quyosh panelchilar hozir birdan urib ketib qoladi. Shu masa bu vaqtincha gigantlar o'yini aka. Iyungacha. Endi bozor chastida o'sha uchun bo'ladi. U narsa hozir bizda bozor narxni otib ketishiga sababchi bo'lib qoladi. Hozir bu masalani gapiradigan bo'lsak, u vaqtincha normal hozir ham narx. Yo'q, oshdi, narx oshdi. Oshyapti, sekin oshyapti, yana 11.5 gacha tushuvdi, keyin 12.5 bo'ldi, hozir 14.5 gacha chiqarishdi. Lekin shu 11.5 deganingizni sifati bilan 14 sifatini masalan biz ham olib kelib boshqa qilgan bo'lsak, o'sha 12.5 dan sotib o'tirgan, hozir 14.5 dan sotyapti. Biz bilasizmi? Biz o'zgartirmayapmiz. Shunaqa. Sizlar o'sha bittasi bilan qurib qoldingiz. Men har kim bilan ishlaganimiz uchun shu jastanikini sal kontrol qilishga harakat qilamiz. Mashinasi shunaqa bo'lyapti. O'sha bozordan chunki anaqa olib keladiganlar bilan olib kelamiz. Keyingi oy mashinaqadan bo'lishi kerak deganda o'sha hammaniki avtomatik ko'tarishmoq. Chunki o'tdan o'sha ligotalarni bitta yetishish, chunki ularda necha yildan beri 30 yildan beri bor ekan shu narsa. 30 yildan beri bor. 30 yildan keyin endi bitta har yili nimadir kamaytirib qo'yapti va o'ziga davlat o'ziga ko'proq pul ishlaydigan qilyapti. Eslasangiz, Delixidi zavodiga borganimizda ham, Chintikiga ham borganimizda ham aytishgandi, mana modulni avtomatlar bizga как buxanka bo'lka nonga o'xshagan narsa. Davlat bizga shuni subsidiya qilmasa, biz buni chiqaza olmaymiz narxida, sizlarga sota olmaymiz. Biz shuni sotib qo'shimchasiga mana narsalar sotganimiz hisobiga foyda ko'ramiz. Lekin sen davlat foyda ko'ryapsan-ku, ber demaydi. Subsidiya berib turadi baribir deganda. Shunaqa narsalarda, chunki agarda shu korxona shu mahsulotini yanada ko'paytirib chetga sotib eksport qilsa, valyuta kirib keladi-ku baribir. Bu esa davlatlar iqtisodiga yaxshi, keyin qancha ko'p valyuta kirib kelsa, bizda mana kursimiz dollardagi doim oshmaydi-da, boshqa davlatlarga o'xshab 20 yil, 30 yil stabil turadi, yo bo'lmasa bir ko'tarilib, bir tushadi iqtisodimizga qarab. Bizda faqat ko'tariladi. Yana bitta narsa, biz o'sha hamkasblarimiz Xitoyga borganda, ularda dekada bu bo'linar ekanda, yillar. Bir 10 yillik biron bir sohani rivojlantirish uchun yo'naltirilar ekan, keyingi 10 yillik yana biron bir sohani rivojlantirish uchun yo'naltirilar ekanda. Bularda o'sha energetika tizimi, elektrotexnika tizimini rivojlantirish uchun yo'naltirildi-da. Ular mana shu soha bo'yicha. Bizda endi har yil alohida
har yil rivojlanish uchun ishlaymiz-ku biz. Endi o'sha bozorda mana Xitoyni rivojlanishi deyapmiz. Bizga Xitoyni kirib kelayotgani men bir tarafdan quvonaman. Nafaqat Xitoyni. Biz ochildik-ku oxirgi 4-5 yilda yaxshigina ochildik. 16-yillardan hisoblaganimizda o'sha 10 yil bo'lib qopti. Ochilganimiz nima uchun yaxshi bo'ldi? Biz hech bo'lmaganda yangi texnologiyalarni ko'rib ishlayapmiz o'shalar bilan. To'g'rimi? Ishlab chiqarish Oldin o'tyapti. Rossiyadan kelganini ko'rardik, Germaniyadan orasida kelgan bo'lardi, Turkiyadan kelgan bo'lardi va u ayrim joylarda bo'lardi. Masalan, katta nimalarni aytyapman-da va ularni sanoqli odamlar bilardi. Bo'ldi. Qolganlar u bilan ishlay olmasdi ham, ko'rmasdi ham, boshqa brendni tushunmasdi ham. Hozir bizga mayli sifatli bo'lsin, sifatsiz bo'lsin, hammasi kirib kelyapti va biz yangi texnologiyalarni ko'ryapmiz. Bu rivojlanishga, bilim darajasini oshirishga menimcha juda yaxshi stimul bo'ladi. Nafaqat nima ko'p xitoylik hamkorlar bor, kirib ishlab chiqarish korxonasi ochyapti-da. Ular daji yutqizib qo'ygan taqdirda ham zavodini ko'tarib olib chiqib ketmaydi-da. Bizga o'sha zavodi, narsalari u bus qoladi. Biz ko'proq arzon ishchi kuchini to'xtatishdi. Masalan, boshqa Bangladesh, boshqa davlatlardan ko'ryapmiz, ko'p joyda ishlayapti, arzimagan oylikka, keyin ertaga uni sifatini ham, uni xavfsizligini ham nazorat qila olmaysiz-ku. Keyin bizni pulimizni rosa olib chiqib ketyapti u. Tashqari ketadi. O'sha ishlagan haligi investitsiya kiritib yo boshqa qiladigan emas, ishlagani kelayotgani biz ham Rossiyaga boshqaga borsak, bizdan so'raydi-ku, hujjat so'raydi, patent so'raydi, pul to'laydi, boshqa qil deydi. Shunaqa qildirish kerak, shunda biz qo'rqmasak bo'ladi. Shunda faqat bizga investitsiya kiritib zavod quradiganlar, boshqasi kelib bizga bu yaxshi bo'ladi. Yangi texnologiya bizni nima uchun energetika sohasida ham anchada orqadamiz? Chunki bizda o'sha qotib qolgan eski texnologiya, eski narsada qolib ketganmiz ko'p joyda. Shuning uchun ham bizda masalan ayrim davlat arboblari ham hatto o'sha sohaga tushunmasa ham gapiraveradi. Chunki bilmaydiki ikki sohani ichida nima bor. Qozoningiz oqarmaydi. Kosam oqarishi uchun endi bilmasam uni. Masalan, hazil. O'sha sohada ham, bizi sohada ham, energetika sohasida ham mutaxassislar bor. Masalan, bizni akalarimiz, o'rtoqlarimiz kirib ishlayapti. Ayrim paytda ko'rasanda bular haqiqatan ham zo'r edi, nima? Berayotgan takliflari da yaxshi edi. Nima uchun amalga oshmayapti ham deb savol ham berib qo'yasanda, demakki, faqat bizda mutaxassis zo'r yo boshqa bo'lgan bilan u yerda qandaydir bilmayman. Balkim o'zini farishtalari bordir, bir qandaydir. Shunaqa o'tdagi byurokratiya, mana bir qog'ozbozchilik, u har kimni baribir yomon qiladi. Kim sohada ishlab chiqqan bo'lsa, anaqa qilgan bo'lsa, o'tda juda og'ir o'sha uchun. Keyin masalan, o'zga o'xshab qochib yuborishadi keyin. Soch hali ham qolgan paytda qochgan. Soch. Anaqa nima deydi? Masalan, oddiy narsada isroflarni yo'qotish deb boshida ham aytdik-ku, shu yo'qotishni, isroflarni yo'qotishni ta'minlab beraman degan xususiy tadbirkorlar ham bor-da. Masalan, bizning kompaniya ham aytgan, uning uchun uskunalar olib kelgan. Biz mana shu yerda qancha isrof borligini bilib, shuni yo'qotish to'g'risida naqa qilamiz, menga mana shu hududni berasan va topgan pulimni qanchadir qismini menga berasan, shu shartnoma bo'yicha naqaga. Keyin undan keyin sen bu kelajagi bor narsada, masalan, oldin 18% yo'qotayotgan bo'lsa, kimdir ishlagandan keyin 10% ga tushadigan bo'lsa, 8% ni mayli 1 yil 2 yil to'lar. Keyin undan keyin o'sha qoladi-ku. Shu narsalarni qilishga yo'l qo'yib berish kerak. Bir paytlar bo'lgan, bir ikkita hududda xususiy tadbirkorlarga masalan elektr uzatishni berganda, o'sha tadbirkorlar o'sha hududni men taniydigan odamlar, endi aytsangiz anaqa bo'ladi, zo'r qilib bergan. Yo'qotishlarni kamaytirgan, o'g'irliklarni yo'qotgan, juda plyusga chiqib bergan. Keyin tip bo'lgan yana qaytarib olinganda, yana qaytarib olingan. U narsa, demoqchimanki, biz agarda yo'qotishni o'zini shuni kamaytirsak, bizdagi o'zimizda buni hozir o'sish dedik-ku boshida. 15% o'sishimiz kerak bo'lsa, biz yo'qotishni 15% ga kamaytirsak, haligi o'sayotganimiz ham hali sekinlaydi-da. Biz yetib olamiz, uni sarflayotgan pullarimiz hali sekinlab qoladi. Yetamizda, o'tamizda. Bo'lmasa biz endi qachon internetda ham aytayapti-ku, ChatGPT ham O'zbekiston, O'rta Osiyodagi haligi iqtisodiy tigr bo'ladi, u bu deyapti. Agar shu ishlarni qilsak, tezlik bilan shu ishlab chiqarishimiz ham, chunki bizda hamma sharoit bor-da. To'g'ri. Hamma yo'q bor. Faqat bir kishi aytsa qilish emas, hamma endi qisqasi yaxshi bo'lib ketadi.
Inshaalloh yaxshi bo'ladi. Inshaalloh. Sohamiz yaxshi, o'zi Hammasi yaxshi. rivojlanish yaxshi. Yo'q, Sigirga soha inshaalloh zo'r. ozgincha qoldi o'sha sigir bo'lishimizga. Yeah. Chunki bizning soha men xitoyliklar misol uchun kirishdan o'zim shaxsan misol uchun qo'rqmayman. Nimagaki xitoylik bu yoqqa nima bilan kelyapti? Prostan ishchilarni o'zini spetsialistlarini olib kelib boshqasi bilan kelayotgan bo'lsa, lekin savdo bilan kelayotganlari juda kam. Nimagaki bizning o'zimiznikilar yomon savdolashib qo'yadi. Shunaqangi yo'lni qilishadiki, kirgizmaydi kerak. joyi kelganda xitoylikni ip yecholmay qoladi. O'sha uchun ular u taraflama aynan Sarvar aka aytganlaridek ishlab chiqarishni aynan endi shu yerda qilishga harakat qilishyapti bular. Bu ishlab chiqarish bizda shu yerda bo'ladigan bo'lsa, bu qaytanga yaxshi-yu bu narsa. Turkiya ham shundan o'tgan. Ha? Turkiya ham birinchi aytgan, sen mahsulotingni olib kirishing uchun qanchadir foizini bizda ishlab chiqarasan deb shart qo'ygan hamma davlatga. Shuning uchun Turkiyada hamma brend bor. Hammasini zavodi bor. Iqtisodiy samarador bo'lsa ham, samarador bo'lmasa ham shu mahsulotini olib kirish uchun, sotish uchun haligi qanchadir foizini shu yerda zavodda qimirlab turadi-da. Endi bizada bunday narsa bor-da. Akalar, xalqda mana fikr bo'ladi-yu, fikrni, jamoatning fikri bu bo'layotgan reallikdan kelib chiqib o'zgaradi. Bizada mana Aksholak ochildi Qoraqalpoqda. Kompaniya chetdan keldi. Qurdi va necha yil o'zi mahsulotni olib ketib qolgan tashiydigan bo'ldi. Eltex keldi Germaniyadan va mana hozir Rossiyadan neft-gaz kompaniyalar kelgan. Hozir birovlar aytayapti o'zimiznikini o'zimizga sotyapti deb. Ya'ni bizada tashqaridan investor kompaniyalar, davlatlar kompaniyalar kirib ishlaydigan bo'lsa, bizada yomon tajriba va yomon xotiralar bor. Shuda Bor. U mana shu masala cho'chitadi odamni. ochiqlik yo'qda bizda. Ochiqlik. Chunki ayrim paytlarda bo'ldi-da, masalan o'zimizda o'sha nima deydi, ayrimlar shunga yo'l qo'yib berishdiki, fransiyalik Haligacha Abdujamol Abduliho degan bitta o'zbegimiz, qoraqoshimiz, kak fransuz bo'lib kelib, bitta tashkilotni sotib olib, o'zimizni qoraqoshlarni naqa qilib ishlatib, o'sha tashkilotni cho'kmaguncha ketmadi. Cho'kib bo'lib bitta bir narsa bo'lgandan keyin uni va bu yaxshi ishlanmadi deyapmiz. Vaholanki necha yildir ham u soqqasini qilib bo'ldi-da, pulni ishlab bo'ldi. Shunaqa holatlar bo'lib qolgani uchun xalqni endi buni xalqda ayblash kerak emas, chunki xalq demayapman, o'sha jarayon tizim masalasi ketyapti. Mexanizm. Xalqda o'sha naqa bo'lganda bu deydi, chet ellik kirib ketsa ham ayrim paytda gumon bo'ladi. Bu deydi, o'zimizda qoraqosh shu o'zi chet ellik bo'lib kirib kelyapti deydi. Shunaqada. Shuning uchun hozir bizada o'sha stereotiplar shakllanganda, tashqaridan kiradigan odam investitsiya kiritayotgan bo'lsa ham, sarazu unga negativ fikr paydo bo'ladi. Nimaga ertaga bu bizni mahsulotimizni olib ketib qoladi, yerimizni egallab oladi, materialni egallab oladi degan. Masalan, men shunday o'tirgan joyimda hozir qo'shilasanmi bu fikrga yoki qo'shilmaysanmi desa ikkilanib qolaman. Hammada shu. Sababi ochiq mexanizmni men bilmayman. Ular qanday kelyapti, qanday shartnoma qilyapti, nima bo'yicha ishlayapti. Iqtisodiy sir deb qo'yadi. Savol bersang, iqtisod bu o'zimizni ikkita naqa sir. Qanaqa sir bo'lishi mumkin? Davlat bu xalqning mulkini boshqaradigan tashkilot hisoblanadi endi. Bu u bizni narsalarimizni unumli, samarali foydalanishimiz va haligi xaos qilmasligimiz uchun kerak bo'ladigan narsa. Nima uchun bizni narsamizni kim bilandir bizdan sir saqlab shartnoma qilish kerak. Chet davlatlarda hamma yoqda ochiqlaydi, referendum qiladi, biz mandaqa qilmoqchimiz, qilsak maylimi, mandaqa bo'lyapti, bu bunchasi bunaqaga ketyapti, bu bunga ketyapti. Buni qoraqosh, o'zbek qoraqosh emas, chet ellik bo'lgan bilan yo Dubayda offshore firmaniki emas, mandaqa deb. Endi baribir ichida bo'ladi. Eng rivojlangan Amerikada ham bor unaqa narsa-yu. Buni kamaytirib ochiqlansa, xo'p, siyosatga o'tmaylik, o'zimiz sekin bu yo'ra qaytib olaylik jarayonimizga. Mana shu joyda bilim darajasi. Masalan, deylik 2022-yil noyabr oyida men kanal ochdim-da. Nima uchun ochdim o'sha masalani? Quyosh panellari bo'yicha endi ilmiy ish qilib 2014-yildan beri yuribmiz. Sohada hech kim bilmaydi. Ko'pchilik bilmaydi va har kim har xil videolar qilib yotibdi. Xalqni bilim darajasi shu soha bo'yicha ayrim bir mutaxassislarniki bor. Umumiy massiviy bilim daraja past. Va ishlaydigan mutaxassislar ham kam. Lekin davlat davay quyosh panel qo'yamiz deyapti. O'sha paytda biz maqsad qildik, ham xalqni bilim darajasini oshiraylik, ham mutaxassislarning bilim darajasini oshiraylik. Shu orqali biz hozir mana o'ziga shukr, oxirgi 1 yillikda ancha odamlar tushunib qoldi nima ekanligini. Ancha tushundi.
Mutaxassislar ham o'sha 1 yil oldin noto'g'ri montaj qilganlarni qaytadan to'g'irlashyapti. Yoki aholi ham hozir oldin nima bo'lsa olib kelib o'rnattirib bersa xo'p deb o'tirgan odamlar hozir endi tortishyapti. Elektrotexnika sohasi ham, o'sha elektroenergetika sohasi ham biz Xitoy bilan kurashishimiz yoki Fransiya bilan kurashishimiz emas, balki o'zimizni bilan kurashishimiz birinchi yechim emasmi? Bilim darajasini oshirish. Kadrlar saviyali kadrlar masalasi hozir bizda qanchalik yetarli bu sohada. Bizda Va aholining bilim darajasi, mana Anvar aka boya siz aytib o'tdingiz, o'sha oldin APNP olardi, hozir VVG ga o'tdi. Aholimiz mana shu shiddat bilan rivojlanishga qanchalik tayyor va kadrlar darajasi. Shu masalada gaplashaylik. bizda endi kadrlar yetarli, lekin siz aytgandek malakali kadrlar sal kamroq. Sababi bizda dual ta'lim deydi, o'zingiz ham bilasiz, chet davlatlarda ishlab chiqarish bilan ta'lim birgalikda, hamkorlikda kamdan kam ishlaydi. Endi biz shuni ustida ishlayapmiz. Ustida ancha yildan beri ishlaymiz. Menimcha yana ancha ishlasak kerak. Endi ishlash kerak, olgan bo'lamiz. To'g'ri. Bunaqa ishlasak yana ancha siz aytgan muammo bo'laveradi. Chunki bitta talab va taklifga qarab turib mutaxassis chiqarishimiz kerak va o'sha amaliyot bilan tajribani, nazariyani birgalikda olib ketsa juda zo'r bo'ladi. Lekin baribir nazariyasiz amaliyotga kirish bu ham xato. Chunki nima qilayotganini o'zi tushunmaydi. Foto pamit bo'lib qoladi. Xolos, buni qilsam bo'ldi ekan, o'zini maqsadi tushunmay qoladi. Bunaqalar juda ko'p-da, aka. Bunaqa ko'p, lekin bizda o'sha men eng katta sababi dual ta'limda yo'qligi deb bilaman. To'g'ri, men fikringizga 100% qo'shilaman. Professional ta'lim va oliy ta'limni allaqachon keyingi bosqichga o'tkazish davri keldi. Bu haqida men shu 2 yildan beri yozaman. Kanalimda videolar endi ko'p qilmaganman, tizimda yurganim uchun, lekin ko'p joylarda aytganman. Bu biz eskicha tizimdan yangicha tizimga o'tishga vaqt davrimiz ancha oldin kelgan. Sababi zamon shiddat bilan rivojlanyapti. Ishlab chiqarish rivojlanyapti, texnologiya rivojlanyapti. Ularni как раз kollejga yoki universitetga olib kelib qo'ya olmaysanmi qurilmani? Bolalarni o'sha yerga o'rnatish kerak. Hozir texnik universitetda ham shu ustida ishlayapmiz. Hozir talabalar bir kun Artel ishlab chiqarish pechatniy plata zavodida o'qishadi. Bir kun O'zilter sanoat huzuridagi malaka oshirishga boradi yoki bo'lmasa biron bir zavodga borishadi. Ya'ni haftaning 2 kuni ishlab chiqarishda yurishibdi. Lekin bu ham kam. Nima uchun? Ishlab chiqarishga siz ko'chadan kelgan talabangizni kirgizib bermaydi. Siz borib ko'rishingiz mumkin. Ko'p bo'lsa bitta ikkita yengil ana kulchatel ishlab chiqaradigan, lampa ishlab chiqaradigan, qotiradigan joyini ishlash mumkin. Prem realizatsiya masalasida hali ham oqsash bor, kadrlar tayyorlash masalasida. Siz fikrlaringiz qanday? Xuddi shunaqa. Endi bizda o'zi elektrotexnika sohasida hozir ko'pchilik ishlayotganmiz, akan ustoz shogird bo'lib qolgan. Ana shogird ham chala shogird o'zi. Misol uchun ana ikkitasini o'rganib olman, usta mana chiqib ketgan, keyin undan keyin o'rganayotgan bolalar ham o'shaning darajasida, даже undan pastroq bo'lmasa, shunaqa keldi. Hozirgi paytda endi texnika rivojlangan sari ham kimdir YouTubedan boshqasidan ko'rib tursa, keyin o'rganyapti, keyin bir-biridan ko'rib o'rganyapti siz aytgandek, shu narsani soha to'g'risida ko'proq video qilib, boshqa qilib borilgan sari o'sha narsani kuzatib borgan, o'zi ustida ishlaydigan odam o'shani kuzatib borgan holatda shu narsani nima deydi, rivojlantirib kelyapti o'zi uchun. Endi ta'lim sohasida shu narsanikini ancha orqada, nimagaki nazariya bilan bu yerda praktikani o'zi birga yurish kerak. Siz aytgandek, bir emas, shu doimiy ravishda, lekin u yerda berilayotgan o'sha nazariyadagi частimizda o'sha eski texnologiya bo'yicha, masalan, o'sha televizor ishlab chiqarish bo'ladigan bo'lsa, hali ham o'sha institutga borsangiz, anaqa lampoviy televizor o'chyapti-da. O'sha qanaqasidan keyin hali bu yo'din narsalar o'sha nima deydi, ancha oldinda bo'lsa o'sha plazma televizor ham yo'qda o'sha. Mana shu narsani hali ham o'sha частda turibdi. U sohaga o'sha yerdagi nima deydi, yangi texnologiyalarni u yoqqa ham olib borish kerak, o'sha yerda o'rgatadigan qilish kerak. Domlalardan sal nagruzkani olish kerak, byurokratiyadan kamaytirib, чтобы o'quvchilar bilan yaxshi ishlash uchun. Barakat toping. Aytavering. Boshqa sohalar bilan yurmasin-deng ko'chalarda, dars o'tsin. Dars o'tsin. Aynan dars o'tsin. Darsidan tashqari, misol uchun har bitta darsini boshqatdan yozib chiqishadi-da. Mana shu narxasini, chunki domlamizdan oldigi masalan o'sha elektrotexnikada, o'sha elektronikada o'qigan bo'lsam, har bitta darsdan keyin kelib turib, unaqa savol berardi-da, to'xtatirmasdan shunda yozib olayman, bunaqa qoladi deb soatlab o'tirishardi-da, charchab ketardi-da. O'sha qo'shimcha savolga o'sha vaqt qolmasdi o'sha paytda ham. Hozir ham hamma hech narsa o'zgarmagan. Chunki biz semestr o'zgargan. Hozir kompyuterga kiritilyapti. Kompyuter kiritiladi. Qo'lda yozilayotgan bo'lsa.
Shunaqa. Mana o'zingiz bilasiz, biz endi ko'pchilik bilan anaqangi biz o'zimizga ekayotgan yosh kadrlar bo'ladigan bo'lsa, imkon darajada o'zimizni sal o'rgatib, sal ozgincha praktika bo'lgandan keyin, sal tushuncha bo'lgandan keyin nima qilish kerakligi to'g'risida keyin o'qishga yuboramiz o'zimiz. Borgin, o'qigin. Sen bu yerda biz bilan ishlamagin, sen bu yerda borgin, o'qigin, o'qiysan, keyin kelasan, keyin darsga ishlaysan. Kelib ketdi. Kelib ketdi. Baramas, aka, 3-4-chi kelyapti. Bu bitta faqat sizga emas, bu koykaga yuboramiz, monomarkazga yuboramiz, boshqasiga yuboramiz. Qarsiz bilib qo'ying. Ha. Yo, o'sha joyda aytib ketik, do'stlar, biz malaka oshirish kursi ochganmiz. Quyosh fotoelektrik stansiyalarini o'rnatish va ularga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha. Endi kurs men o'zimniki emas. Bu o'sha davlat rahbari bizni universitetga kelgan paytda o'sha hozir biz ko'tarayotgan masalani ko'targan. Juda qattiq tanqid bo'lgan. Dual ta'lim masalasida ishlab chiqarish, universitetlardagi holat, ayniqsa texnik yo'nalishlari juda tezkor yurish kerakligi masalasi o'shanda ko'tarilgan. Bu o'shanda bizani oliy ta'lim Toshkent davlat texnika universitetini Uzeltech sanoatga biriktirgan. Ya'ni sizlar o'sha birikinglar, o'sha bo'yicha talabalarni va ko'chadagi nimalarni mutaxassislarni jalb qilinglar. Birga ishlab chiqarish va yoshlarni biriktiringlar deganda, o'sha asosida o'qib ketganlar ko'ngli to'lgan qanchalik to'lgan. Endi u sizga jo'natayotganlarimiz ham o'zi sal-pal biladi. Yana ham tushunmagan nazariyasini, boshqasini o'rganib ketyapti-da, bu yana baribir hozir dual ta'lim degani shu narsa-da. Shu narsa. U yoqqa borib yana biz bilan ishlab turib, yana o'zini naqasini chuqurlashtiryapti. Bu nima deydi? G'ovaklarni birdan bo'lmaydi, g'ovaklarni to'ldirish bo'ladi-da. Masalan, biz o'rgatayotgan bo'lsak, bunday ketgan bo'lsak, mayda g'ovaklar qolgan bo'lsa, siz baribir boshqa dunyo yoki bo'lmasam siz emas, boshqa firma bo'lganda ham yo boshqa o'quv bo'lsa ham, u boshqa dunyo. U manida biz ko'rmagan g'ovaklarni to'ldiryapti-da. Ya'ni biz yaxshi narsa chiqaryapmiz-da, birdan bo'lmaydi. Qaysidir ma'noda to'g'ri ish qilyapmiz. Men aytayapman, mana buni rivojlantirish kerak, buni ko'paytirish kerak faqat. Bosib o'qityapmiz. Hozir u masalani men anekdota bor aytib beraman. Bosib o'qityapmiz. Mana 5 kun o'qityapman-ku, 3 soat o'qitishim kerak bo'lsa 5 soat o'qityapman. Charchab qolyapman. O'qityapman. 3 kun amaliyot o'sha olib borib ularni ishlab chiqarishlar bilan bog'layapman. Baribir qayergadir ishlash uchun bog'lash kerak-ku ularni. Bog'lanyapti-da, keyin aytayapman. Bu aytilgan gaplarni sizlar 6 oy hazm qilasiz. Sababi men bularni tushunish uchun yillar ketgan. Va siz bilan Telegram guruh tashkil qilamiz 1 yil davomida. Ya'ni siz amaliyotga boring, ishlang, muammoyingiz chiqsa yozing, biz unga yechim beramiz va o'sha orqali kollaboratsiya shakllanadi. Ya'ni ijtimoiy bir jamoa muhitini shakllantirish ustida ishlayapmiz. Va bu kichkina eksperiment. Men o'ylayotganim nima uchun? O'sha oliy ta'lim darajasi liniyasi ham mana shunday bo'lish kerak-da. Ya'ni sentyabrda talaba keldi, biz birinchi semestrda o'qitishimiz kerak. O'qitdikmi? Semestrni yopdikmi? Ikkinchi semestr universitetda ushlab o'tirishdan ma'ni yo'q hech qanaqa. Shunday ishlab chiqarishga yuborish kerak. Yarim yil davomida. Yozda kelsin. Biz yozda praktikaga yuboramiz. Men unga umuman qarshiman. Yozda dam oladi hamma. Domla ham bezovta bo'ladi, talaba ham bezovta bo'ladi. Yozda kelsin. Amaliyot topshirdimi? Ikkinchi kursi boshida yana kelsin. Bir semestr o'qitaylik, bir semestr yana o'shani amaliyotga ketsin. Mana shu effektivniy emasmi? 4 yil o'qitib faqat yozda 1 oy amaliyot o'tgandan ko'ra. Yozda 1 oy amaliyot o'tilmaydi-ku, har semestrda o'tiladi-ku. Keyin orada borgandan ko'ra kattaroq vaqtda semestr davomida amaliyotda bo'lgan. Keyin yana bitta narsa ham, bu shu dual ta'lim shu narsa-ku o'zi. Xuddi shu effekt beradi, lekin bitta narsa ham bor. Bu o'zimizda odamlarda ham haligi qiziqishlari, masalan, endi hozir ancha kamaydi-ku. O'qishga kirib, o'qib shuni urgan, hali shunda o'qishing kerak degan narsani ancha kamaytirishdi. Masalan, men o'qigan paytda endi 2002-2006 o'qigan bo'lsa, bakalavrdikida, xo'sh, o'sha siz aytgandek amaliyotga borsak, amaliyotdan 24 kishi bo'lsak, 24 kishidan 4 kishi normal amaliyot qilardi, qolganlar hammasi to'g'rilab ketdi. Hozir ham bu son undaqa ko'p emas. Masalan, meni firmamga ham keladi, men ishlataman. Birga ishlaydi, boshqa qiladi, oilaga oziq. Juda qiziqadi, qolay ishga deydi, lekin menda uni juda katta ob'yem boshqa bo'lmaganiga Anvarjonga, boshqalarga va hokazolarga beraman, odamlarga, sababki bolani o'zi qiziqishiga qarab. Ayrimlari keladi, dadasi bergan bo'ladi, boshqa bo'ladi. Bu ham bitta faktorda, faqat biz bu yoqda zo'r qilib berganingiz bilan
haligi ham bo'lmasa ham qiyin narsa. U gapingiz to'g'ri. Sohaga qiziqmasa qiyin. U paytingiz gapingizga 100% qo'shilaman. Bizada ham mana universitetda men ikkita universitetda ishlagan bo'lsam, ikkalasida ham holat shu. Gruppada 25 ta talaba bo'ladigan bo'lsa, o'shandan bir 5 tasi o'sha sohaning odami. 20 tasi shunchaki yuribdi. Va qizig'imiz qo'yganlarga. Lekin o'sha 5 tasini qolganlar rasvo qilib qo'yadi-da. Shunisi ham bor. Endi ularni ajratib saralab qo'yish kerak edi. Mana shu masalani endi ijtimoiy tarmoq masalasiga o'tsak, o'sha ijtimoiy tarmoqda videolar qilinyapti, masalalar qilinyapti. Mana o'sha kabel masalasi. Zavod kabel, sex kabel masalasi. Zakaz beradigan elektriklar aytadi, borma, kabelni olib kel. Shu brend aytadi ham ko'p. Brend aytadi, olib kel. Sex kabel bilan zavod kabelning narxi bir-biridan 2 barobar farq qiladi-da. To'g'ri. Xo'p, zavod kabel bilan sex kabel deyarli sechinasi bir xil bo'ladigan bo'lsa, zavod kabel qo'yish joyiga sex kabel qo'ysa qanday minuslarga olib keladi? Qanday xavflar bo'lishi mumkin? Yo, faqat secheniyada emasda gap. Yo, umumiy o'shani ayting deyapman-da. Misni ichiga nimadir qo'shib yuborish mumkin. Ayrim paytda hali kabel keldi-ku, po'latga misni rangini berganda po'latda u secheniya zo'r. Odamlar "Va" degan, u magnit yopishtirsangiz yopishyapti. Shunaqa narsalar ham bor-da. Keyin bundan tashqari mana ko'p holat bo'ladi. Mana bizda sud ekspertiza boshqalarga ham chaqiriladi. Kabellardikida bu bitta masala bo'lsa tanlash. Ikkinchi masala o'zi asli qoida bo'yicha har yili bir marta proverka qilish kerak-da kabellar. Ming siz yaxshi deganingiz bilan biz uni kabelni to'shaganimizdan keyin har xil mexanik ta'sirlar, iqlimiy ta'sirlar bo'lishi mumkin. Boshqa buni har yili bir marotaba o'sha elektrotexnik laboratoriya tomonidan avtomatlarni, kabellarni bir marta ozroq pul bo'lishi mumkin, sarflash mumkin, lekin tekshirib olgan yaxshi. Tekshirib olgandan keyin o'sha siz aytgandek undan oldingi odam zavod kabeli emas, sex kabel qo'yib ketgan bo'lsa ham aniqlasa bo'ladi. Keyin yong'inlar boshqalarni oldini potensial yong'in xavfi olinadi. Bu bilan odamning hayoti ham saqlanadi. Odatda ko'pincha yong'indan emas, ko'pchilik yong'indan chiqadigan hidlarda, masalan, kabel emas, provod ishlatib boshqa qilgan bo'lsa, o'sha kabellar yo provodlar yonganda o'sha izolyatsiyasidan chiqqan zaharli tutun o'ldiradi odamni. Shunday. Yong'indan qochib chiqib bir narsa qilib olishingiz mumkin, lekin tutunni o'zi birinchida xalos qilib hushingizni ketkizdiradi. Yong'inning ichida qolib ketasiz, keyin yonib ketasiz. Shunda sex kabel olaversinmi? Yo'q, sex kabelda masalan elektriklar tavsiya etyapti ekan-ku. Yo, elektrik arzon olaver, farqi yo'q deb. Yo, elektrik ko'p arzonroq demaydi hech kim. Elektrik demaydi. Elektrik imkon qadar zo'r sifatlisini olish kerak. Baravar emas, o'zi bor. Hali men 30 yildan beri elektrik meni qo'yningni yirtib chochib tashlaydiganlar bor. Yo'q emas. Endi u o'sha 30 yildan beri o'sha sim tortayotgan odam bo'lsa, hali ham sim tortadi. Normalniy professional usta bo'ladigan bo'lsa, 30 yildan beri o'sha ishni qilayotgan bo'lmaydi. Sal uje rivojlanish, ust ishlash, uni shogirdlari uje bo'lgan, uje pensiyaga chiqib o'tirgan bo'lishi kerak-da. Uni o'ylab qaraydigan bo'lsa. Bu hozir aniq qilayotganlari nima deydi, zavod kabeli bilan sex kabeli agar yaxshi usta bo'layotgan bo'lsa, yaxshi usta doim yaxshi narsani qo'yishga harakat qiladi. Nimagaki, ertaga uni boshqarayotgan bo'lsa uchun. Lekin ko'pchilik paytda yaxshi tushuntirib bera olishmaydi. Aynan shu ma'lumot kamligi, o'sha narsani farqini qanaqa qilib tushuntirib bera olishi bilmagani sababli, mana bu kabellarning nima farqi bor desa, ana boshini qotirmaydi, farqi yo'q deb qo'ya qoladi. Ya'ni prosta firma yaxshi-da deydi. Shunaqasini. Bunaqa qaraydi, summasi kichkina raziyasi bo'lmaydi. Kattagina raziyasi bo'ladi. Chunki endi 1 metr olmaysiz-da, u yerda kilometrlar boshqasini olasiz. 1 metrda ming farq bo'layotgan bo'lsa, anta necha million farq bo'lib ketib qoladi. O'sha uchun o'sha iste'molchini o'zi ham o'ylab ko'radi. Nega katta farqi yo'q ekan deydi. Mana shu gapingizni ushlab turing. Ayrim mijoz agar shuni olib kelib bersa-chi? Yo'q, qarang, mijozlarimizda ham ko'p xato bor. Mijozlarimizni o'zi ham uyiga ishlatayotganda kabeldan iqtisod qilsa qiladiki, elektrikdan, lekin qo'yayotgan milliardlik toshi bor-ku, bitta toshni chetdan olib kelib qo'yadi. Lekin arzimagan o'sha bitta 2-4 ta tosh qo'ysa, bitta toshiga zo'r kabel keladi-da. Bir xil klientga aytaman-da, "Voy, baraka topki, mana bunaqa desa, buni olsam ham bo'laver ekan-ki, aytayapti-ku, yaxshi deyapti-yu, bu hokazoyi" deydi, "Kim aytdi, men kafolat bermayman" desam, keyin ishni boshlaysiz-ku, qilishni boshlaganingizdan keyin gapirishni boshlaysiz. "Men buni bunaqaga oldim-da, buni qo'ydim, bu qimmatda tegmay ehtiyot qilinglar, boshqa narx qancha muncha" desa, "Aka, bunga mana zo'r kabel olib turib, mayli buni sal pastrog'ini oling, yo bo'lmasam shuni o'rniga boshqa narsa qilsangiz ham bu
sizni yong'indan yoki bo'lmasam uskunalaringiz to'g'ri ishlashidan yo uzoq yil ishlashidan sizni hayotingizga saqlamaydigan narsa-ku, bunga shuncha pul sarflagandan shu kabel elektrikka sarflasangiz bo'lmaymi deymanda asabiylashib ketasizda bir xil payt. Shunaqa ham rosa ko'p. Ko'p. Haligi to'ylarda biz bolalarni o'qitmay yevoramiz deymiz-ku, bitta maishatga borib ancha pul sarflab yeb ichib yorganimiz bu gapiradigan gap emas. Yeb ichish bu ham o'zi bitta alohida mavzu-yu, lekin sarflayotgan endi ko'pchilik aytib qo'yadi, yeb ichishga taqiqlab qo'yadi. Yeb ichishga men taqamoqchi emasman, shuning uchun olayotgan mahsulotiga taqayapmanki, qo'yayotgan bitta masalan lyustra qo'yadi, to'g'ri go'zallik bo'lsin, boshqa deyish mumkin, tonnalik qo'yib yuboradi, u pul narxiga dahshatda u endi. Lekin o'shani puliga polni uyda elektrikka qilib chiqsangiz bo'ladigan joylar bor. Shunday. Xuddi shunaqa, xuddi shu chastiga to'ldirish hisobida, misol uchun imенно o'sha elektriklik tushuntirib bera olmaydi degan narsamikkan, o'sha ma'lumot kamligi. Nima necha pul turadi, nima farqi bor texnik, что tushuntirib bersa, o'sha klient o'sha narsani tushunmaganligi uchun, u deydi, farqi yo'q ekan deydi. Anu ko'rayotgan narsasidan chiroyli dizayni bo'yicha, boshqasi bo'yicha farqlayapti. Bu kabel bilan qo'yyapti deb farqlolmayapti-da. O'sha uchun unga nima deydi, farqi yo'q deb ko'rinadi. O'sha narsani mutaxassis yetkazib berish kerak shu narsani. Что mana shunaqa mana sifatli narsa, agar mana bunaqa bo'ladigan bo'lsa, mana buncha bo'ladi. U narsani nima deydi, просто mana pul kabel uchun mana shu grup aytaylik, mana shunga $5000 san elektrikning ketadi, oy deb ko'z chiqib ketadi. Lekin sen hozir uyingga ketkazayotgan sarfing, misol uchun $100,000 uyingga ketkazayotsan, mana shu yana $20,000-$30,000 mana anaqangi elektronika texnikaga o'ziga ketkazayotsan, o'sha narsangni qarang, himoya qilish uchun artimagan shu summani o'zi bo'lyapti. Hozirgi sen xohlayotgan narsa, shuncha texnika qo'yayotsan, shuncha narsani qo'yayotsan, bitta televizoringni o'zi bir xil joylarda bo'ladi, aka, necha pul bo'ladi deydi, $10,000 ga yaqin televizor o'zi bo'ladi. Lekin elektrikaga endi mana shu taqalib qoladigan joylar bo'ladi, o'kkallar. Endi o'sha joylarda ham agar chiroyli tushuntirsangiz, bu unaqa qilmaydi. O'sha narsani, yaxshi narsani foydalanadi. Tushuntirsangiz, lekin siz tushuntirganingiz bilan bitta o'sha siz aytganda yetib yorgan aytadi-da, masalan, bir xil payt gruppada ham bo'lib qoladi. Provod bilan kabelni farqini aytamiz-da, aytsak, bu ham 30 yildan beri ishlayapti-yu, turibdi-yu deydi. Ko'za kunda emas, kunida sinadi. Mana shunaqa yozadiganlar juda ko'p. Mana shu masala, Sarvar aka, odamlar biza mana video qilamiz-ku, quvvat bilan o'sha bilim berishga harakat qilamiz, videolar qilamiz. O'sha yerda sen apuni bilan ishlatma, puguni bilan ishlatma, ular provod, sen mislik VVGN ga ishlat desak, ostiga odamlar yozib tashagan. 30 yildan beri uyimda ikkita alyuminiy simli provod turibdi, hech balo qilmagan, sen qayon yong'in yozyapsan deb. Bunga qanday qaraysiz? 30 yil oldin bir dona xaldalik, bir dona tilzor, keyin osveshение bordi, xolosda. Endi shuni tushuntirish kerak edi odamlarga. Keyin osveshение ham bir dona yuzlik lampa bo'lgan, xolos. Masalan, xaladenlik ham borda bor, yo'qqa havas bo'lgan oldin. Hozir hamma xonadonda xaladenlik, nechtadan uskuna, hatto qulaylik maqsadida yotayotgan divonni ikkita tarafiga rozetka qo'yyapmizki, yotib telefonni yo bir narsasini suqsin, boshqa qilsin deb. Konditsioner har bitta xonaga. Har bitta xonada konditsioner ishlashi, masalan, ketayotgan kabelnikida mayli nagruzkasi kam bo'lishi mumkindir, lekin qisqa toshi yoki bo'lmasa yetkazib borganda o'sha sifatli, o'sha ancha yil ishlashi kerak bo'lishi kerak-da. Masalan, ko'pchilik ham masalan elektrik ham bu uyda egasini naqa qilib yormaydi, nima deydi? Bitta pitani olib kelib quvvatiga qarab taqsimlab beradi. Yaxshi o'zi tushungan odam, amaliyotda ishlab yurgan odam sal-pal tushuntirib ko'rib beradi. Lekin shu narsani ko'pchilikka tushuntirsangiz, lekin o'sha paytdagi kabellarni ochib ko'rasiz-ku, kabel bo'lganda provod bo'lmagan. Avvalgini qaysidir bunaqasi bo'lgan, kabel bo'lgan, 4 talik uyning ichiga ham 2,5 talik sim yurmagan o'shanda ham. 4 talik, 6 talik sim bilan yurgan. Mustahkam bo'lgan. U paytda izolyatsiyalar yaxshi bo'lgan, ancha zo'r narsalar bilan qilingan, endi texnikasi ham o'tganlari kam, lekin hozirgi paytda shu ishlab turibdi o'tgan chastiga ham, xuddi o'sha ishlab turgan, hozirgi texnika qo'shib qo'yganda, Sarvar akam shu teplовизор olib borib shunday qilsa, mana shunday qip-qizil bo'lib turgan bo'ladi devor ichida. Ko'pchilik shu narsani bilmaydi, ko'pchilik shu narsaga ahamiyat bermaydi. O'sha pajara pastning bo'lib turgan bo'ladi. O'sha paytdagi kabelli izolyatsiyalar juda yaxshi sifatli qilingan bo'lganligi uchun, u nima deydi, bo'lsa halqa bo'lsin deb, ana birlik kerak bo'lsa 2lik qilib izolyatsiya berib tashalganda. O'sha uchun, sovetskiy voy deyishgan shu paytda, o'shanaqa bo'lganligi uchun u narsalar yaxshi turgan. Yaxshi turgan joylar ham hali ham bor shu narsaniki. Lekin bu narsa qachongacha? Men arendada turgan joyda biznikida shu alyuminda eski qadimiy naqani qolib ketgan. Hozir bitta plita qo'shildi, birinchi avtomat tashadi, dedi kattasiga almashtirib yubor dedi. Endi biz arendada turamiz-ku, bizga qizig'i yo'q. Almashtirib yubordi, bizniki bo'lmayapti. Biz o'zimizgini to'rlab olganmiz, qo'shnilarniki.
Hozir kabel qaydadir uzilgan topolmadi. Endi nima qildi? Qo'shni xonadan kabel tortib, bu haligi ikkita xonaga berildi, 3 ta xonaga. Endi u qo'shni xonaniki ham yonib ketguncha-da bu ham. Shunaqa bo'ladi. To'ppa-to'g'ri shunaqa. Yana Xudo ko'rsatmasin, o'sha narsa bitta gup etguncha-da, qanaqadir ham yonadigan narsaga tushib qolsa, tamom. Devor ichida shtukaturkan o'zida turgan bo'lsa boshqa narsa, lekin o'sha patologga chiqqanda boshqa joyda yoki ana bizda endi asosiy qamishli patologlik yana qamisi juda ham ko'p, taxtali boshqasi. Ana o'sha joylarda juda ham opasniy narsa. Kraska ham yonadi. Chunki qisqatda shu payt bo'lganda ko'rasizki, temperatura kraska, aboy boshqasi. O'shungacha uni kreskalarni hidi o'zi odamni normal qilib qo'yadi. Yong'in emas, o'sha chiqayotgan zaharli hidlar, galagen gazlari o'shani o'zi ko'proq o'ldiradi. Bajarda asosiy o'ldiradigan narsa o'zi shu. Shitlarni terishadi-yu hozir. Kecha bitta reels qildik, har bitta gruppaga bittadan uzoq qo'yish kerak. Bitta markaziy uzoq qo'yish kerak, keyin himoya avtomatlar qo'yilishi edi. Mana qilamiz, siz ham qilasiz, siz ham qilasiz. O'shanda ham nima keragi bor uni? Bitta rubelnik bilan masala hal bo'lib turgan joylar bor-ku deb ham yozadigan. O'sha linkiga ko'rsangiz, elektrik deb yozib qo'ygan bo'ladi-da. Ha, bor. Elektrik deb yozib qo'ygan bo'ladi. Unaqa hayterlar juda ko'p. Men to'g'risini aytganda o'shanaqa yozganda borku men maza qilaman. Siz irimas ekansizmi o'shalar bilan? Umuman irimayman, shu maza qilib gaplashaman ular bilan. Men amay qo'yib qo'yaveraman, lekin yo'q, men u narsaga hech qo'ymayman. Nabarot, o'sha o'zi dam bo'lmagunicha o'zini qilaman. Endi tushuntirishga harakat qilaman. Aslicha men endi prikol qilishim mumkin, lekin informatsiya berishga harakat qilaman. Har bitta safhani o'qib, har bittasiga javob yozishga harakat qilaman shu narsaga. Masalan, ilgari misol uchun Telegramda gruppada ko'proq o'sha narsani to'g'risida pastdan gaplashgan bo'lsa, hozir endi bu yerda o'sha bilim darajasi, ustozlar o'ta ko'p, boshqasi ko'p, o'sha biladigan bolalar ham juda ko'p. Endi men ko'proq Instagramda shu narsada o'tiradigan bo'lib qolganman. Nimagaki, bu yerda ko'proq massa o'tiradi, bu yerda bilingan xalq ko'proq o'tirgani uchun o'sha yerda ko'proq informatsiya bo'lishini harakatga qilaman. Misol uchun o'zim uchun menga qizig'i yo'q Instagramga yurgizish. Misol uchun ma'lumotni berish. Men ham yurgizmagansiz, 1 yil bo'ldim yurgizganim, shu boshladik-da. Bir paytlarimizgacha yurgizganmiz, keyin ham to'xtab qolgan, mana shu keyin yana boshladi nimaga? Faqat ma'lumot bo'lish uchun. Ma'lumot yetkazish. Faqat odamlarga bilim berish uchun. Menga u yerda misol uchun biz klient ishlashimiz emas, boshqasimiz, bizning klient u yerda yo'q. Tilgi bilan yo'q u yerda. U yerda o'tiradigan odamlar bo'lmaydi. Da. Klientlar o'zi tender o'tda bo'lmaydi. Yana bitta shunaqa deysiz-ku, shunaqa narsa. chet davlatlarnikida, uzr gapingiz, chet davlatlarnikida texnik shunaqa o'xshagan narsalar bo'ladigan bo'lsa, prosmotri ham ko'p. Biznikida texnik narsa bersak, masalan, men ham YouTube kanalimda ham, Instagramda ham bersak, prosmotr juda kam bo'ladi. Juda kam. Lekin birov unaqa qilib qo'yibdi, buni qaynonasi bir narsa qilib qo'yibdi desa, unda millionta manzurani qanday yurishigacha mavzu. Biz hali ham aytdim-ku, aholimizni o'zini ham bir qiziqishi yoki bo'lmasam shu faqat shunaqa narsalar emas, o'zini kelajagi yoki bo'lmasam o'zini xavfsizligi uchun ham qiziqishi ancha ortish kerak-da. Biz ham o'sha quvvat bilan boshlagandan keyin o'zi Instagramga keyin boshladim. Men ham tushunmas edim. O'tgan yil o'sha yanvarlardanmi boshladik-ku, o'sha qiziqibdi. O'shani oldin men YouTube dedim, faqat Telegram, Instagramga YouTube video yuklab qo'yardim, mexanizmini tushunmas edim. Lekin baribir potensial yoshlarimiz o'sha yerda-da. Kelajagimiz baribir yoshlar ertaga ishlaydigan va hozir Instagram kimlar uchun o'sha asosiy brendni reytingi uchun ham, rivoji uchun ham juda muhim narsa bo'lib qolganda. Videolar qilyapmiz, o'sha aylantiryapmiz. U yerda hayterlar juda ko'p. O'zi tushunmay elektrik deb yozib qo'yganlar, yana bir nima deganlar, o'zidan o'zi bir nimalarni yozadi. Ya deyman, biz tekinga beryapmiz-ku mana shu bilimni. To'g'rimi? Universitetga borib 4 yil kontrakt to'lab o'qiysan. Yoki bu ustozga shogird tushadigan bo'lsang, ustozning yonida qancha yuraysan shu uchun. Yoki biron bir bilimni olish uchun qayerda yurasiz. Mana Rossiyani yoki bo'lmasa Amerikada inglizcha videolarni quraman-da, YouTube formatda ham. Qilingan videolar millionlab prosmotr bo'ladi. Siz terlab pishib qilasiz videoni, 100 ming ham ko'rilmaydi-da. 10 ming, 15 ming bilan tugaydi. Instagram ham xuddi shunaqa masala. Lekin haligi unaqa mavzuda qo'shsangiz, nima edi? Shok xabar qilib. Shunaqalar bor-ku, mana o'shanaqalar hozir reklamani bosib yotibdi. Men hayron qolaman. Mana barmog'ini tishlab ko'rsatyaptimi, simni tekshirishga, yana bir nimalar qilib ko'rishyapti. Ana qanaqa bir shok, bir qancha pastga tushadigan video qilgani sari prosmotr shuncha oshib ketyapti. Bu nimadan bu? Balkim bizning o'zimizda ham qandaydir bir yo'l topolmayotgandir, nima deydi? Pastga tushamayotgandirmiz, a? Balkim shunaqadir. Balki shou qilib berishimiz kerak. Biz ham bir nima yo'q, boramiz ham. Imkoniyat bor. Har qalay bu narsaga.
lekin Yo'q, bitta borish narsa kerak. borda, bilasizmi? Hatto eng zo'r o'sha haligi kontent oladigan boshqalarniki ham biz elektrotexnik yo boshqanikini reklama qilsa, prosmotri bizdan boshqa o'sha sohani odamidan boshqa birov ko'rmaydi deyarli. Prosmotri o'ta kam bo'ladi. Reklamaga chiqib beraman deydi, chiqib beradi-yu. Agarda prikol qilib olmasaki, oddiy qasdi deyarli prosmotri juda kam. Buni biz ko'plab, hatto eng prosmotri ko'plarni ham chaqirib ko'rib qilib ko'rganmiz-da. Bizda o'sha shu yengil hayotni targ'iboti kuchliligi uchun shunga qiziqish ko'p. Texnika, texnologiya, pul topish yoki bo'lmasa yaxshi yashash, xavfsiz yashash, rivojlanish bo'yicha qandaydir sal kamroq. Mo'min Vafo yaqinda bitta video qildi-da, Reels. Boya ko'rib qoldim, zo'r qilganda. Xitoy bosib ketyapti, Xitoy bosib ketyapti deb bizni blogerlarimiz video qilibdi debdi-da. O'sha 4-5 tasi video qilibdi ekanda. Aytibdi. Sizlar odamlarni mana shunday hayotga, o'sha yengil hayotga, dabdabali hayotga o'rgatib qo'yapsan va Xitoy bosib olibdi deyapsan. Undan ko'ra bilimga, ilmga targ'ib qilgin. O'shanda seni hech kim bosib olmaydi degan gap aytganda. Siz bosib olasiz kerak o'zi. Hozirgacha mana Rossiyaga yo boshqaga ishlayotgan, borayotganlarimiz ham agarda juda aqli, naqasi, texnikani bilganlarini bilaman. Yaxshigina zo'r jo'gina ishlaydi, obro'li ishlaydi, boshqa qiladi. Agar siz aytganingizdek haqiqatan ham biz ilmga targ'ibimiz, ilmga qiziqishimiz kuchliroq bo'lganda, biz u yerda haligi nima deydi, migrantlarimizni himoya qilishimizga hojat ham qolmasdi-da. To'g'ri aytasiz. Xuddi shunaqa. Shu частиga как misol taraqqiyasida o'zimizdan bitta shogird, yosh katta akamiz, o'shanaqanikini o'sha Rossiyada ancha yildan beri mana shu sohada ishlab kelgandan keyin, aynan Covid paytlarida anaqa kelib qoldi, O'zbekistonga kelib qolgandi. Shu bo'yi shu yerda qolib ketdi. Shunaqasini o'sha ish so'rab keldi, biz bilan birga ishlab, anaqa qildi. Ancha, misol uchun 2 yilmi, 3 yilmi yurdilar biz bilan. O'shanaqa qilgandan keyin o'sha yana azgacha boshqa joyga borib ishlamoqchiman deb qildilar-da, haligacha aloqadamiz, ketuvdilar. Ketganlaridan keyin o'sha ishlagan kompaniyaning o'ziga qaytib borgan. O'sha yerda necha yildir ham davomida ishlagan, undan oldin o'sha oddiy montajni elektrik bo'lgan bo'lsa, borgandan keyin bilim darajasi oshganligi uchun 1 oyda o'sha brigadir bo'ldi. Undan keyin ya'ni 3 oymi, 4 oy ishlagandan keyin o'sha 3-4 ta qo'lda brigada turibdi, o'sha kompaniyani o'zi berib qo'ygan. Hozir Germaniyaga o'tib ketdi. Germaniyada ishlayapti o'sha odam. Germaniyada hozir kadrga ehtiyoj juda yuqori. Juda yuqori. Yevropada, nafaqat Germaniyada, Yevropada yaxshi kadrga o'zligi chaqirib olib ketdim. Faqat anta dokument tashlab qo'yib shunaqa qilib ketmadi. O'sha yerda o'sha specialist hisobida o'sha odamni o'sha o'zligi chaqirib olib ketishdi o'sha yerdan. Mana bilim ahamiyatida. Bilim ahamiyati shu narsani. Qani endi hozir o'tib biz ham 24 ga 7 ishlayotganga boshqasi yo'q dedim. Misol uchun 5 kun. 24 ga 7 lekin rostdan ham. 25 ga deb. Ha, u ishlaydi, bemalol damini olib, videolar tashlab, sohaga doir bo'lmagan odamlar bilan birga yurib, haligi nima deydi, yordam qilib. Endi o'zim xursand qo'yaman, ana shunaqa bo'lar ekan. Bizani agar mana specialist bolalarimiz, yigitlarimiz o'sha yerga chiqadigan bo'lsa, shunaqa qadrli specialist bo'lar ekan shu anaqasini ekan. Biz ham yaqinda arzimagan narsaga chet davlatga chiqib keldik. Prosta borib nastroyka qilib, boshqa qilib, haligi ishlatib berish uchun chetga borib keldik. 2 kun maza qildik, dam oldik, jo'natdi. Sizlar dam olish xotiryapsizlar. Yo'q, demoqchimanki, qisqasi biz faqat o'sha masalan deylik, Midwine yo boshqa va hokazo o'sha Vinerlarda videosini emas, mana shunaqa texnika, texnologiya biznikini ko'rish shart emas. Bizga o'xshaganlar yana bor. Shu soha texnika, texnologiyaga ixtisoslashtirilgan YouTube kanallar yoki Instagram boshqalarida ko'rib, ishlarini kuzatib, o'rganib borsa, menimcha nafaqat biz iqtisodiy jihatdan tegir, balki biz faqat qora ishchi kuch emas, eng elitni ishchi kuchlarni ham chiqazib chetdan pul olib keladigan bir davlatga aylanamizda. Specialist chiqaradigan bo'lsa, bu katta summa olib keladi. Xalqimiz juda intiluvchan, qiziquvchan xalqda. Biron bir narsani ushlab olsa, oxirigacha boradigan xalq. Mana shu yerda ikkita mavzu bor. Birinchisi, ijtimoiy tarmoqda har kim video qilyapti. Har xil video qilyapti. Birovda qandaydir xatoliklar ketyapti. Birov ideal qilyapti. Ideal qilgan kamroq ko'rilyapti, sal qiziqroq qilsa yaxshiroq ko'rilyapti. Va birovlar bo'lmasa bir balolarni qilib yotibdi. Mana shu har xil xato, grubiy xato qilayotganlar bor, melicha xato qilayotganlar bor. Ularni tanqid qilib, hid qilib tuzatish kerakmi yoki o'ziga qo'yib berish kerakmi? Yo'q. Ikkinchi masalasi o'shaning yonida bizda klassik ustozlar bor. Ya'ni uzoq yillardan beri ishlab kelayotgan
va ular o'sha puyeni sovetskiy tizimda o'rgangan va o'sha hamma narsa mana shu asosida turadi va men hammasini bilaman. Undan chiqqan qolip buzilgan qolip hisoblanadi deb hisoblaydiganlar bor. Bularni qanday nastroykalash mumkin o'zi bu hayot nima bo'ladi kelajak? Endi nastroykama qilish masalasida endi domlalarnikini sal qiyin masala. Men shu deya olmayman, chunki men bilaman deydigan anaqasi ko'p ularniki. Men endi uchastik bir nima deyishib qo'ying. Ya'ni internet masalasiniki bo'ladigan bo'lsa, so'zchetlarda yig'izishda ma'lumotni qancha bizga ko'proq berib borasa, mana shu eng texnik ma'lumotlarni berib boradigan bo'lsa, o'zi o'sha narsani o'zi ham ko'rishadi baribir. O'zligi sekin tushunib, o'sha narsani o'zi sekin-sekin kamayishib boshlaydi u narsaniki. O'sha noto'g'ri narsa qilayotganligini, u ham bilmaydi-da noto'g'ri narsa qilayotganligini. Ma'lumoti yo'q shu narsada boshqasi biladi. Chaqirish kerak. Haligi bo'lmasa keling lichkasi yo boshqa qilib shuni bir hamkorlikda olib ko'raylik yoki bo'lmasam boshqa haligi uni faqat yer urib yo boshqa qilish emas, birgalikda bir naqa qilish kerak. Nima deydi? Chunki biz ham Sarvar akam tanishganimizga 10 yil bo'ldimi? Xudo xolasa 10 yilda biz ham anaqamiz konkurent hisobida tanishganmiz biz ham. O'sha bitta komandada, o'sha anaqasida o'sha elektr guruhda birgalikda o'sha fikrlarni almashib, kunduz kuni hamma o'sha ishlarimizda ishlardi, unaqa qilardik, kechasi soat 1-2-3 gacha o'tirardik gaplashib. Kimdir nimadandir mavzu ko'tarib bo'lsa, bitta mavzuni o'rta tepasida qancha suhbatlar ketardi. Kimdir nimadandir qidirib topib informatsiya ular tashardilar, informatsiya biz tashardi. Mana shunaqa qilib bir-birimizdan o'rganganmiz, tortishuvli bo'lib, bir-birimizdan o'rgatganmiz shu narsani. Shunda shakllanadi. Shu narsani hozir ham shu narsa davom etyapti shu narsa. O'sha narsanikini to'xtatish niyatim yo'q o'zi. Kimdir nimanidir bilmasligi bu tabiiy holat. Bu bilmasdan bilib tug'ilmagan hech kim. Kimdir nimadan qilib ko'radi o'sha narsaniki noto'g'ri qilgan bo'lishi mumkin. Lekin aynan shu gruppada biz harakat qilamizki, "Ey, sen bilmaysan, burningni tiqmagan tudusni qilgan gap bo'lmasin" degan masalanikini yo'q qilishga harakat qilamiz. Lekin mana agar shu narsa bo'lsa, u narsa chopilaveradi. U narsa qaytadan o'sha odam kuzatmay qo'yadi. Qayta o'shanga o'ziga negativ sezgandan keyin inson o'sha narsanikini o'sha qaramaydi o'sha narsaga. Do'stlar, biz davom etyapmiz. Mana 1,5 soatdan o'tibdi davom boshlaganimizga. Zerikib qolmayapsiz degan umiddamiz. Harakat qilyapmiz har xil mavzularda gaplashishga. Sababi bitta mavzuda odam zerikib qoladi. Va shuning uchun kollaboratsiya qilib o'ryapmiz har xil mavzularni o'zimizdan kelgancha va birinchi podkast bo'lgani uchun hali aniq liniyani qaysi sohaga yo'naltirishni, qanday olib borishni bilmayapmiz. Shuning uchun faol bo'lamiz, aktiv bo'lamiz. O'sha gruppaga, kanalimizga a'zo bo'ling, izoh qoldiring va o'z takliflaringizni albatta yozing. Yana nima mavzularda gaplashishimizni xohlaysiz va qaysi formatda gaplashishimizni xohlaysiz? Kimlarni chaqirishni xohlaysiz? Agar yaxshi mutaxassislar bo'lsa, biz suhbatga chaqirishdan qochmaymiz albatta. Shu mavzuda sal yana bittaroq mavzuga o'tsak, loyihalarni olish va yopish masalasi. Hozir katta obyektda quyosh fotoelektrik stansiyalari o'rnatilyapti. Obyektlarni yutib olish masalasi qaysi darajada? Gidroelektrostansiya. Mana hozir yashil iqtisodiyot yili. Gidroelektrostansiyalarni, mini gidroelektrostansiyalar, katta gidroelektrostansiyalarni rivojlantirish, xususiylashtirish bo'yicha ishlar ketyapti. Lekin ayrim bir obyektlarda haligacha gidroelektrostansiyalar qurilish boshlangan-u, oxirigacha yetmagan. Byurokratiya masalalari, umuman loyihalar jarayonlari bilan ishlash qanday ketyapti hozirda va muammolar qayerda? Bu oxirgi aytgan gapingiz bo'yicha bu o'sha byurokratiya bo'layotgan odamni o'zini chaqirib bir suhbat qilsa bo'ladigan. Keyin bu ancha chuqur mavzu baribir, chunki har bitta qonun, qoida, nima qilingan, talab, taklif, qayerlarda ruxsat berilgan, ularda bir o'rganib, bitta alohida bir mavzu qilsa bo'ladi. Lekin buni loyiha olish bo'yicha, masalasi bo'yicha aytsak, hali boshida ham aytganimizdek, loyiha ikki xil olinadi. Shaxsiy loyihalar bor, ya'ni частный sektorda va davlat sektorida. Davlat sektorida loyihalar olish juda qiyin. Endi lekin olsa bo'ladi, qanchadir unaqa qilish kerak. Lekin частныйda ayrim payt tanlab olinadi, ayrim payt u yerda ham o'zingizga yoqqan, endi u yerda sal yengilroq davlatnikiga nisbatan. Deylik, davlat loyihasi bor. Uni tenderda частный kompaniya yutib oldi. Ertaga uni dokumentatsiyasi hal bo'lmasdan 3-4 marta cho'zilib yurgan bo'lsa, yoki bo'lmasa tenderdagi narx keyin yana o'ynashi mumkinmi? Shunday holatlar bo'lganmi? Bu shartnomaga bog'liq. Bunaqa holat chet elliklarda ham bo'lgan, bizda ham, lekin chet elliklarda yuristlar yaxshi bo'lganligini hisobiga ham bilmayman. Shartnomada shu shartlarni to'liq
ochiq ko'rsatib ketish kerakda, agarda nimadir o'zgaradigan bo'lsa. Boshida. O'sha yutib olgan shaxsiy kompaniyani o'zi ham. Lekin yana bitta narsa bor, bizda masalan bitta endi aytishib o'tirish ham shart emas, bitta firma bir ish qilmoqchi bo'lgan. Shu ish qilmoqchi bo'lganda zo'r sifatli bu narsalardan qilishni boshlagan. Keyin unga tekshiruv kelganda ozgina endi bizda baribir o'zbekchilik boshqa pul bor yo balkim o'zida bo'lgandir, ozgina qattiq gapirib boshqa qilib qo'yganning hisobiga endi qo'polroq gaplashganning hisobiga, chunki prezidentimiz aytayapti-ku, sen shuncha odamni ish bilan ta'minlasang boshimda ko'taraman deyapti. Balkim shu gaplar uchun necha havolanib ketyapmizmi bilmayman. No, shu havolanibroq sal gapirganim. Endi prezident bizni orqamizda turaman deb aytgan. Endi shunga havolanib qandaydir gapirilganigami ayrim joylarda shunaqa taqiqlar, hattoki o'sha ishni umuman nolgacha to'xtatib qo'yishlargacha borgan joylar bor. Shaxsiy adovat tufayli. Anvar aka, siz endi bu hali nima deydi, больной joyi deydi-yu, narsanikini ko'pchilikni bor, qo'rqmang. Ko'pchilikni qanaqasi muammosi. Bitta qaysidir loyiha qilaman deydigan bo'lsangiz, u loyihangizni bitta joyini olib, bitta o'shani tasdiqdan o'tkazishi, o'shanga ruxsat olishingiz, anaqa qilishingiz, keyin o'shani oxirida uni topshirishingiz bu juda katta muammolardan. Nima deydi? Anaqa bitta kinodan gap bor edi. Hoji aka, siz nima desangiz, shariatga to'g'ri kelaver ekan, deydi-yu. Mana shunaqa bo'lib qoladi o'sha oxiri kelganda, chunki u yerda endi bu nafaqat ishlab chiqarishda, bu o'sha davlat strukturada ham imенно o'sha yerda qaysidir o'tirgan odamni nima deydi, monopoliyasiga to'g'ri kelib qoladi-da, o'sha kayfiyatiga qaraydi, boshqasiga qaraydi, o'sha narsani qo'yib olish qiyin. Nima deydi, korrupsiya u bitta masala, bu yoqda o'sha tanish bilish bilan, halanaqasi bilan o'sha qilmasangiz korrupsiya ham kuchi yetmaydigan joylar ham ko'p-da bunaqa joylarda. Kayfiyat. Mana shunaqasi kayfiyat juda kayfiyat somsa ham bor edi. Kim bor, boshqasi kim ishtirok etyapti, bu anaqada u katta rol o'ynab qo'yadi. Endi bu chuqur mavzu chashlarinigini. Bu narsani har bitta dokumentni olishingiz o'zi keyin ayrim paytda bizda loyiha bilan qurish yoki unaqa qurish birinchi bizda oldinga ham o'tib ketib qoladi. Loyiha bir qog'oz uchun bo'lib qoladida, uje qilasiz, keyin loyiha o'zgarib boraveradi qurilishga qarab. Bizda shu narsa ko'proq. Endi boshqa davlatlarda ham bor bu narsa. Buni bir bunaqa bo'lgandan keyin bu sababi nimada? Kayfiyat. Yo'q, kayfiyat yo'q. Endi proyekt masalasida o'zgarishinikini chasti boshqa narsada. Chunki bizanikida endi proyektirovchilar ko'p-ku, hamma proyektirovchi ham bunaqa yaxshi spesialist demayman. Keyin proyekt yaxshi proyekt bo'lishi uchun unga texnik zadaniya ham yaxshi bo'lishi kerak. O'sha qurayotgan odamni o'zi o'sha narsanikini dakansa qanaqa bo'lishini bilmaydi o'zi. Texnologiyasini boshqasini bilmagandan keyin u proyektirovchiga yaxshi proyekt uchun ma'lumotni yetkazib bera olmaganda u ham yaxshi qilib bera olmasligi bor. Ikkinchi masala, u qanchalik katta proyekt qilayotganiga qarab, proyektga nisbatan katta shu qancha summa ketishiga nisbatan proyektirovchi summasi chiqadi. Proyekt qancha arzon chiqsa, chisa dokument uchun qilib turib, arzon qilib ola olsa, bu keyin ruxsatnomasini qo'yadi, qolganini уже изменение proyektga qilib yoqib qo'yadi. Keyin ertaga unga hech kim unda javob berish kerak. Bizda nafaqat bu misol uchun elektr texnika, bu butun qurilish chastida asosiy konstruktiv chasti o'sha qoladi. Qolgan ichkarida butun nima deydi, mexanika deydi, u santexnikasi bormi, pajarkasi bormi, anaqasi va hamma sohasi bo'yicha. Butun injenerning chastlari bo'yicha o'sha vazifalar boshqasi hammasi shunga taalluqli bo'lib qoladi. O'sha narsani rashyot olinmagan bo'ladi shu narsaga. Chunki bizankilar qurilishni endi o'rganyapti. Katta qurilishlarni endi o'rganishyapti. Bu narsalarga talablariga sekin-sekin o'tib borgunicha bu narsani agar o'sha narsani qilib ko'rmagan bo'lsa, qiyin. Proyektirovchilarda ham xuddi shu muammoki, o'sha narsani ular ham qilib ko'rmagan. O'sha narsani to'g'ri rashyot qilib berish uchun juda katta komanda kerak. Vozdуход sistemalari bo'yicha ham alohida, konstruksiya chasti bo'yicha alohida, o'ta elektrik chasti bo'yicha spesialistlar alohida, o'sha elektrikani avtomatika chasti bo'yicha alohida bo'lish kerak. Yo'q, unaqa spesialistlar. Bitta proyektning institut hamma narsasini qilib bera oladigan darajada 100% hammasini qilib bera oladigan darajada spesialistlar borligini men bilmayman O'zbekiston ichida. Qaysidir ixtisoslashgan chastlar bor. Yangi liniyalar, yangi informatsiya. Xuddi shunaqa. Fotoelektrostansiya bu bitta narsa. Misol uchun bitta qanaqadir ham zavod qurilyapti deylu, qaysidir zavod qurilayotganda uni ichida hamma narsa bor edi. Hamma narsanikini aniq-tiniq agar bilmaydigan bo'lsa, shu narsaniki bu qiyin. Misol uchun bu aniqga tegishli emas, nima deydi?
ip yuguruv yoki hali matolar bilan ishlangan fabrikalarga tegishli emas, chunki bizda bu juda katta rivojlangan, asosiy bu turetskiy proyekt bo'yicha qilinadi va hamma narsa 100% o'sha yerdan keladi. Tutum proyekt o'sha yerdan yetib keladi, o'sha narsasidan keladi. O'sha uchun ularniki ancha mukammalroq, anchadan bir qurilayotgan narsalar bular. Yangi ishlab chiqarishda qurilayotgan narsalarnikini agar chet el proyekti bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha narsani yaxshi spetsialistlar, o'sha sohadan chiqqan spetsialistlar bilan qilinmagan bo'lsa, u proyektlari juda xom bo'ladi. Bu degani, misol chet el proyektlari ham hammasi 100% to'g'ri degani emas, chunki bizda ham ko'p bo'lgan o'sha turistik proyektlarni ham tegi bilan o'zgartirib o'rganamiz. Menga to'g'ri kelmaydi, menga to'g'ri kelmaydi, mamda qo'shimchasi mana o'tgan degan narsalar ko'p bo'ladi. O'ziga moslashtirib qiladi-da, o'ziga moslashtirib qiladi. Ba'zi joylarda ayniqsa endi yevropeyskiy proyektlarda ham xuddi shunaqa o'zgartirishlari boshqasi bo'lgan. Ko'pchilik endi bizankilar o'sha yaxshi proyektni qilishni bilmaydi deb arkadoshlarimizga shu turklarga murojaat qilib qo'yishadi, lekin o'tda shunaqangi o'zini o'yinligi bor. Ham qondoshimiz-da. Arkadaşlar yomon qilishadi. Zo'r naqalar borki, misol bitta proyekt qilganda, proyektni to'liq ular kamdan kam holatda to'liq proyektni beradi ular. Ular asosan qisman beradi. Ayni payt qo'shib yuboradi, qisman beradi, to'liq narsasini ko'rmaysiz. Nimaga uni qo'shib tashlagan, men faqat chiqadi, nimaga anaqa keyin ertaga tenderga chiqarilganda o'sha summanikini siz o'sha katta narsa bo'yicha qo'shimcha narsalar bilan qo'shgan holatda berasiz, lekin antan pitnolari bo'ladi. Pitnolarni ham siz mana bunaqa bo'lishi kerak, mana shunaqa bo'lishi kerak deb azincha rezervingiz qo'shasiz. Rezervingiz o'shanga hisobga olgan holatda sizniki narxingiz qimmatroq bo'ladi. Lekin ular o'ziniki berayotgan sankon narxing qimmat bo'ldi, keyin o'zim odamim beray deydi. Ularga o'sha konkretni qanaqa bo'lishi beriladi. Ana o'shanda men pitnolar ham yo'q, lishnasi ham yo'q. Boshida biz mana shu turklar bilan konkurensiya qilayotganimizda tenderlarimizni pastdan yutqizardi. Doim yutqizardi. Nimagaki keyin o'sha mana izucheniya qilib, sekin bilib, bunaqasi nafaqat elektrikani olgandan keyin hatto liftni olamiz, vodoснабжениякni olamiz, bajarkani olamiz, unisini olib turib bu yoqqa olamiz, unisini bu yoqqa olamiz. Mamnin yo'q deymiz, mamnin bor deymiz. O'sha po faktu qo'lga kelib turib o'sha klient oldiga tashab turib, sanda mana bu qarang, mana bunaqa, mamnin yo'q, mamninni qara shuncha kilometr beryapsan-da, lekin mamninda shuncha bo'lish kerak. Yo'q, mana matematik o'sha hisoblab ko'rsatib chiqarib berganimizdan keyin yaxshi dot. Lekin turklarga agar siz nimadir ish qilib beradigan bo'lsangiz, oxirgi nuqtasigacha sizdan so'rashadi. To'g'ri. Biz turklar bilan ilmiy proyekt qildik. 2 yillik amaliy loyiha bo'ldi va ishlash tajribasimiz bor. Hozir mana yana bitta loyiha topshirdik-da. Ularni juda yaxshi bilaman. Sizdan olish kerak bo'lsa, oxirgi nuqtasigacha aniqlashtirib oladi. Kerak bo'lsa, tungi 10 da ham siz bilan Zoom tashkil qila oladi. Lekin siz undan olishingiz kerak bo'lsa, yo'q, u xohlagan narsani sizga beradi. To'g'ri. Siz uni nuqta virgulga oxiriga yetib so'rab olmaganingizcha, u qiyin. Xuddi shunaqa. Juda ishlash mayli, masala u masala endi alohida masala bo'lib ketdi. Endi chuqurlashib yordik, menimcha 2 soatcha gaplashib qo'ydik. Endi quyosh fotoelektrik stansiyalar mavzusi qolib ketdi. Bu alohida mavzu qilamiz. Agar sizlar quyosh fotoelektrik stansiya bo'yicha alohida mavzu qilib mana shu bozorni ochishimiz xohlasangiz, albatta izohlarda quyosh panellarni yozib qoldiring. Biz albatta bu bo'yicha suhbat qilamiz. Oxirgi so'zlar bormi? Qarang, bu o'zbekimizda monopoliya qilyapsiz-da. Bir boshida aytdik-ku, haligi qaysi mavzuni xohlaysiz ochishimiz deyapsiz-da, odamlarning fikrini yo'naltiryapsiz. Yo'q, bu oxirida qaysiga ovoz berish kerakligini berib qo'ydilar, to'g'rimi? Xo'p, mayli. Xohlagan mavzularni yozinglar, biz harakat qilamiz. Kim qancha talab qilsa, masalan, o'sha mavzu bilan ketamiz. O'sha mavzuni yoritsa zo'r bo'ladi. Kimgadir yoqar lola, kimdir atirgul shayda olsa. Endi quyosh panellarni yozib qo'yinglar. Oxirgi fikrlar bo'lsa, hazil bo'lsin deyapmiz. Oxirgi fikrlar umumiy mavzumiz nima edi? Xitoy bilan qanday kurashish kerak va bugungi holatimiz, sohamiz edi. O'zi mavzuimiz shu energetika sohasi edi. Energetika sohasiga tashqi ta'sirlar edi. Imkon qadar mutaxassislarni jalb qilish, mutaxassislar bilan ishlash va nafaqat ishlash, ularni eshitish, hali boshida aytganimizdek, mutaxassislar o'sha sohada ishlagan bilan uni gapi olinmasa, aytdik-ku, tanishlarimiz bor zo'r mutaxassislar, lekin gapi olinmayvermaydi ko'p ham. Olinmasa baribir foydasi bo'lmaydi. Shuni narsani tarafdorimiz, xudo xolasa bizni hali o'sishimiz bilan bu yoqdagi yangilanishimiz ham bir-biriga tenglashib olishini tilaymiz, xudo xolasa. Shu hozircha mavzu. Anvarjon nima deydi endi?
Oxirgi gapimiz, endi gap oxirgisi bo'lmaydi-yu, xudo xohlasa hali ko'p gaplashamiz inshaalloh. Shu podkastga hozir qisqacha xulosa. Qisqachami? Maza qildim to'g'risini aytganda. Endi o'zimizda nimaga kasbdoshlar bilan gaplashadigan bo'lsa, o'zi maza qiladi odam, fikr almashish boshqa qilib, o'sha uchun ham o'zi seminarlarda ham yurishimiz ham maqsad shu, O'zbekiston bo'yicha boshqa kasbdoshlar bilan fikr almashib, nimadan ham o'zimizga yengillik olib, asincha bo'lsa ham informatsiya o'zimiz uchun olib, shunaqa qilamiz. Men o'zimga xursand bo'ldim. Xudo xohlasa yana chaqirsangiz yana kelamiz. Inshaalloh yana yangi temalarni ko'tarib, o'sha haqida suhbat qurishib, nur yana aytib qo'yingda, bu fikrlarimiz, hurmatli tomoshabinlar, shaxsiy fikrimiz. Bu fikrlarimiz xato bo'lishi ham mumkin. Bu yoki kimgadir ko'rsatma yoki kimnidir ayblash emas. Biz o'zimizni ichimizdagi fikrlarni tashqariga chiqardik, shaxsiy fikrlarimiz. Kimnidir xafa qilgan bo'lsak, uzr so'raymiz oldindan. Chunki baribir chiqazib uzr so'ratishlaring shart emas. U yerga bormas aka. Aytib qo'yamiz, unaqa emas. Do'stlar, mana bir yaxshi oyda, bir yaxshi reja bilan boshladik podkastni. Menimcha yaxshi mavzularda suhbatlashdik, chuqurlashmadik, kimnidir dilini og'ritmaslikka harakat qildik. O'zimiz shaxsiy fikrlarimiz bilan o'rtoqlashdik sizlar bilan va sizga ham tilaymiz yaxshi fikrlar bilan, yaxshi nima deydi? Yaxshi maqsadli bo'lish kerak inson. Va umumiy podkastimizni xulosasiga keladigan bo'lsak, elektroenergetika sohasi, elektrotexnika sohasi bizda tez suratda rivojlanyapti. Va biz zamondan orqada qolib ketishimiz kerak emas. Biz bilimimizni doimiy oshirish ustida ishlashimiz kerak va aytib o'tgandek, bir-birimizni eshitishni o'rganishimiz kerak va har bitta sohaning o'zining mutaxassisi bo'ladi. Bu mana shu sohani uning mutaxassisidan fikrlashib yetish kerak. Iqtisodchi yetish kerak emas yoki bo'lmasa ko'chadagi bitta chiroyligina akalar yetish kerak emas-da. Mutaxassislar bilan fikrlashilsa, bu davlatimiz rivoji uchun ham juda katta hissa qo'shadi. Shu o'rinda Quvvatga rahmat aytamiz. Quvvat do'konlar tarmog'i barcha turdagi elektrotexnika mahsulotlari, kabel mahsulotlarini albatta do'konlarimizdan olishingiz mumkin. Sog', salomat bo'ling. Sarvar aka, Anvar aka, sizlarga katta rahmat aytamiz. Sizga rahmat. Sog' bo'linglar. Ketgan vaqtingizga rozi bo'lasiz.